programımızdaki mehmini Avustralya'da yaşayotgan hürmetlik doktor Muhammed Emin A'la, yani Mehmet Emin A'la efendim bilen bugün bu yerde ekran arkalık sizler bilen uçuşuyoruz. Assalamu alaikum. Qarindoshlar, dunyoning har qaysi qarindoshlar. Allah razı olsun. Programımızdan ma'lum texniklik meseleler tüpeyildim bazı da egzpes bulup kılıyordu ama yanılan programımızın devam kılışık terişimiz inşallah. Maksat gelsek, nurgun qarindoshlar bu programı doğrusunda fikir verdi, vaktinin uzun kısqılığı bu meseleler tüpeyildin. Ama bizninki programımız sohbet, yani ziyaret karakteri istemez, belki sohbet karakteri olganlık için. Normalde 1 saat devam kıldı çünkü bir timini 1 saat içinde içip beriş nəhayət tez boldu ekan. Bazı temalar üçün bir qancha saat vaqtlar ketadi ekan. Shuning uchun vaqtinglarni olib qo'ysaqmi, bu qitimliq temamizda sizlarga texmi yaxshi, texmi ochiqlab berish uchun doktor Muhammed Emin A'la efendim bilan biz bugun Uyg'urlar nəhayət ehtiyojli bo'lgan, hammaylar bu masala ustida aslında izlanayotgan, ammo javobini topolmayotgan. Mayli kitoblarda, maqolalarda yozilayotgan bo'lsa-mu, ammo bizningki kitaplarga, makalelerge ve bu tecrübelerge könmegenlikimiz tüpeyli biz bunun cevabını tapamasdan cemiyetin her kaysi sahalarında meyli içtimai keyfiyatımız olsun, meyli şahsi keyfiyatımız olsun, meyli chet eldeki misafirlik hayatımızdaki içtimai hayatımız olsun, zor bir kıyınçılık çıkavadıdı. Bu kıyınçılıkların yanıp çıkış için biz dünyadaki alimler bilen, ilim adamları bilen, yani bizden Uygurlarının içinden çıkan alimler bilen paranlaşıyordumuz. Aslında chet ellik alimler bilen paranlaşımız, ama ular bizni qandaqlık qıysun bizni düşünmeydi. Çünkü ular bizden deryayımızın, köllerimizin suyunu içip bakmagan, bizden Şarkı Türkistan'ın havasını tınıp bakmagan. Ular bizni fakat kitaptan sırtkı yüzümüzün tonusumu, kalbimizdeki azapını, kalbimizdeki kesellikni, kalbimizdeki hakiki hal qilishga tegishli meselelerni, cemiyetimizdeki meselelerini, Şarkı Türkistan'daki meselelerini ular hal qilib berishga ojiz keladi. Onun için fakat bu meselelerni hal qilish uchun bizning Şarkı Türkistan'da tug'ilgan, Şarkı Türkistan'da cho'ng bo'lgan, u yerning suyini ichgan, u yerning havosida nafaslangan, u yerda bilim olgan Uyg'ur xalqining mijozini, psixikasini, holatini, hissiyotini, azabını, külkisini tushundigan olimlarimizning sahnaga chiqish orqali bularningki bizga ko'rsatgan, bizga bergan bilimini xalqimizga berish orqali biz to'g'ri bir chiqish yo'li, to'g'ri bir bizningki oydinlatma, yani bizning bu qiyinchilikdan chiqishimiz uchun biz doktor olimlarimiz bilan suhbat etkizamiz qarindoshlar. O'tgan qitimliq programmalarımızda başka alimlarimiz bilan, doktorlarimiz bilan başka temalar ustida paranglashgan edik. Bu qitim nəhayət muhim bo'lgan bir tema ustida paranglashimiz doktor Mehmet Emin A'la efendim bilan bir qancha kundan beri bu vaqt to'g'risida maslahatlashib, bugunga tayin topdik va bugungi bu minutga tayin topdik. Aslında tushdan keyin kech taraflarda qilsak yaxshi bo'ladi, ammo Avstraliyada hozir kech soat 7 yoki 6 bo'ldi. Gollandiyada etigen saat 9 oldu, İstanbul'da 3 saat 11 oldu. Benim şundak vaktimizdeki bir pek maskep ketmek üçün biz bu qitimliq nemini, programını etigenge uğurlaştırdık inşallah. Allah hemmen razı olsun. Programımız devam kıldı. Bu ekranda görüyorken kişi doktor Mehmet Emin A'la felsefe pellerde doktorluk unvanı algan birazdan keyin o'zini yana bizga tanıştırıp o'tdi ve şu milletning eng muhim nuqtasi bo'lgan, amili bo'lgan, eng muhim bilmisi bo'lmaydigan bir amil bo'lgan psixologik yoki psixologiya degan bu fan sohasida ma'lum tadqiqotlarni olib turib, ma'lum bilimga ega bo'lgan bizdeki hürmetli doktorumuz Mehmet Emin A'la efendi bilen biz Uygurlarninki psixik kimligi, Uygurlarning psixikisi degan tema ustida biz paranglashimiz. Paranglash jarayonida agar qarindoshlarninki so'zlari, fikrlari, talablari va yoki savollari bo'lib qolsa, inkos orqali yozsin bo'ladi. Ammo naq maydonda telefon qilib so'rasa bo'ladi. Telefon nomerimiz ekranimizning ostida chiqib turibdi inshaalloh. Her qandaq bir sual Mehmet Emin A'la efendimden bulamdı veya ki Fakir men Hüseyin tecelliyedim bulamdı. Sual, teklif, fikir bo'lib qolsa, naq maydonda telefonum yanımda
telefon qilsanglar biz bu savollarga javob beramiz va qarindoshlar bilan birlikda bu temani yaqinlab chiqamiz va bu temani ochiqlashga tirishamiz. Assalomu alaykum Muhammad Emin Ala efendim. Yaxshi turibsiz? Va alaykum assalom. Hüseyin, ko'p rahmat. Oldi bilan biz sizni ko'p odamni biladi. Xalqaroda xizmat qilayotgan, Uyg'urlar orasida xizmat qilayotgan, akademik, ilmiy va siyosiy tarafda xizmat qilayotgan shaxslarimizdan birisi. Ammo bilmaydigan qarindoshlarimizdan bilib olish uchun o'zlarini biroz qisqacha tanishtirib o'tsa biz bilib olsak. Rahmat Hüseyin. Inem men 1971-yili Sharq Turkistondagi Atish shahrida xizmat joyida dunyoga keldim. Men o'zimningki boshlang'ich o'rta maktab ma'rifimni Atish shahrida birinchi o'qib tugatib, 1989-yili Qashqar pedagogika instituti, ayni vaqtda Qashqar pedagogika instituti deb ataladi. Shuningki adabiyot fakultetiga qabul qilindim. 1993-yili men maktabni bitirib, Xalq nashriyotininki Uyg'ur adabiyot bo'limiga taqsim qilindim. Shuning bilan men u vaqtda xizmat ishlagach, bir tarafdan xizmat ishlash, bir tarafdan emlashchilik chetga chiqish maqsadida 2000-yili Belgiyaninki Leuven Katolik universitetiga imtihon berib o'tib, 2000-yildan 2010-yilgacha 10 yil men shu g'arb falsafasi jumladan cho'ng quruqlik falsafasi deyiladi, ya'ni Yevropa falsafasi tadqiqoti bilan shug'ullandim. 2010-yili o'zimninki shu nomsizlik va kimlik degan temam bilan men doktorlik unvoniga erishdim. 2008-yili men butun oilam bilan Avstraliyaning Sidney shahriga kelib, siyosiy panohda Sidney shahrida qoldim. Shuningdan tortib men hozir Avstraliyaga bir shu ko'chmanlarga yordam beradigan bir idorada ishlab kelyapman. Meniki endi asosiy tarixim bu. Endi meniki bu ilmiy tariximda meniki tariximda 3 xil cho'ng bir yuzlanish bor. Birinchisi adabiyot va san'at yuzlanishi, ikkinchisi falsafa yuzlanishi, uchinchisi psixologiya yuzlanishi. Men har bir qatimliq yuzlanishni har bir qatimliq yangi yuzlanishga manga vaqtimda bu yerda cho'ng bir ish bo'ldi mening hayotimda. Bo'libmi shu men adabiyotda o'zimni ifodalashni xohlagan bo'lsam, men o'zimizning realligini, ya'ni Sharq Turkistondagi Uyg'ur realligini tegib chekini tushunish uchun keyin falsafaga murojaat qildim. Keyin falsafa o'rganayotgan vaqtimda Uyg'urlarningki psixikasini ko'zish jarayonida bo'libmi, o'zimning psixikasini va o'zimning atrofdagilarningki va xalqimizningki umumiy psixikasini ko'zish jarayonida psixologiyaning intayin muhim bir fan ekanligini his qilib, yaqinqi 3-4 yildan beri men asosan falsafa to'g'riliq maqolalar yozishni to'xtatib, men psixologiya to'g'riliq maqolalarni ko'proq yozyapman. Buning bir qancha sabablari bor. Buning birinchi sababi o'zimdan desam bo'ladi. Ya'ni men shu Belgiyaga yangi borgan vaqtimda, ya'ni 2000-yillari o'zimda tushkunlik kasallik ko'rildi. Buni men doktorga ko'rindim, psixologga ko'rindim. Bizniki universitetda psixolog ko'rsam, bular menda model xarakterlik tushkunlikni bog'liqligini dedi. Shuning bilan men bundan qutulish uchun bir yurish usullarni tepib chiqdim, yoki o'zimga mas'ullik usullar qo'llanishda eng unumli bo'lgani mana shu chaqda cheniqish, kitob o'qib berish qatorliqlar. Shundan tortib men o'zimninki shu psixologiyaga, jumladan psixik kasalliklarga bo'lgan o'zimning shaxsiy tajribasidan men qiziqdim. Keyin o'zimning xabari bor, 2009-yil 5-iyul qirg'inchilik yuz bergandan keyin xalqimizning psixikasida g'oyat zo'r bir silkinish bo'ldi. Bo'lib yaqinda shu Xi Jinping tushunchaninki bizning yurgan qabih va inson qalbidan chiqqan siyosatlarda Uyg'urlarningki butkul jamoatidagidek mayli u Sharq Turkistonning ichida bo'lsin, mayli sirtida bo'lsin, hammamiz intayin g'oyat zo'r psixik bir zilzilaga duch kelyapmiz hozir. Ya'ni aslida sizlar masalan so'zini kesib o'tdim. Falsafa doktorligini olgandan keyin o'zlaridagi bir o'zgarish, psixik jihatdagi masalalar tufayli yana psixologiyaga yana qayta uni qadam tashlab, bu psixologiya jihatdan o'qilar va psixologiya jihatda tadqiqot olib berib, bu to'g'risida maqolalarni yozib chiqqan bo'ldi. Buning ham asosiy masala inson avval o'zidan boshlaydi aslında. Zaten bizning dinimizdami inson avval
o'ziga qaraydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam man arifa nafsahu man arifa nafsahu faqad arifa robbuhu. Yani inson o'zini bilsa, u Parvardigorini biladi deydi. Yani aslında o'zlaridagi ba'zi masalalarga qarab turib, bu psixologiya feniga nisbatan boshqacha nim bo'ldi va bu jihatda tadqiqot va yozishlarga qarab yuzlangan bo'ldi, shunami? To'g'ri. Bu uning ustiga bu psixologiyaningki asosliq kelib chiqishi ashunda. Shu qadimdan psixologiya bir ayrim bir mustaqil ilmde qaralmagan. Bunun da felsefaningki cho'ng bir dushmanligi bor bu yerda. Ya'ni bunu men desem ilgirek değil, bunu men qisqacha deb o'tib ketay. Ya'ni psixologiya insonningki o'zini bilishdan boshlanadi. Mayli Qur'on Karimda bo'lsin, mayli qadimgi shu Greklarning falsafasi bo'lsin, masalan Sokratningki mashhur bir gapi o'zingni tuni. Uning ustiga men o'zimningki ishni bilmaydiganligimni bilmaydigan shu zidlik to'lgan shu jumlasidan boshlanadi va hamma bilishimiz. Demak, insonning o'zini bilishi bir dastlabki ma'rifat hamda. İnsandaki Allah'ın bilişi en yükselgen bir marifette. Demek insan özünü bilmey durup, özünü yaratıcını bilmeydi. Psikologiyada shunday da o'zini bilmay turib psixologiya masalasiga o'tishdan burun shu falsafa to'g'risida biroz qisqacha tushuncha beramlar. Chunki xalqimiz aslında biz falsafaga bek muhtoj. Chunki falsafa bu inson ruhiyati bilan inson hayotini, hatta inson manbiini nojiq tadqiq qiladigan va shuni ojiq nim qiladigan bir fan bo'lganligi uchun masalan bu jihatdami xalqimiz biroz falsafaning nima ekanligi to'g'risida qisqa tushunchaga ega bo'lgandan keyin undan keyin biz temamiz bo'lgan psixikaga qaytib kelsak. Bo'ldi. Endi men bu nihoyatda bir yaxshi savol bo'ldi, chunki biz psixologiyani tushunish uchun cho'qim falsafadan boshlashimiz kerak. Garchi ba'zi psixologlar buni bu gapga ketilmasmi? Chunki psixologiyaningki ota ilmi, psixologiyaning ot ilmi falsafa. Endi falsafa insonningki o'zini, boshqalarni ve dünyanın düşünüşünü izleydiğin bir ilim endi. Felsefaningki nurg'un tarkiblar var. Buna işte logika var deymiz, metafizik deymiz. Yani dünyanınki adaptif prensipleri ve dünyanınki en mükemmel bir sürütünü sizip çıkışını halaydigan, şunun için izlendiğin bir şekilde metafizik deymiz. Anadaki estetik deymiz. Mesela epistemologiya deymiz. Epistemologiyani bilish nazariyasi ise qatorliqlar. Endi şu epistemologiya kelgan vaqtimizda biz felsefe bilen psikoloji o'rtasidagi intayin bir muhim bir bağlanışımız. Yani insanların dünyanı qanday tushunishi. Bununla bir qadam ilgari sursak, yani dünya mevcut mu? Yani insonningki bilinsin sepda turayotgan dünya mevcut. Agar u mevcut bo'lsa, qaysi shaklda mevcut bo'ladi? Andan inson qanday qilib dunyoni tushunadi? Yani mushkul shaklda elib aytgan vaqtimizda bu shu bilan bir vaqtda bu psixologiyani hozir mana kuchli shaklda izlanayotgan bir savol. Yani bizning dunyoni qanday tushunishimiz. Yani aynı vakitte kadimki Greklarninki ilip bağını dünyanınki bir adapte bir kurulması, yani metafizik kurulması oldu. Bularınki türlü şekilde mesela Thales degan faylasuf çıkıp dünyanınki adapte mahiyeti su dedi. Yani biz çıkıp demokrasi çıkıp atom dedi. Yani biz çıkıp yani verdi. Demek bunlar dünyanınki en adapte kurulmasınki yani nimeden tüzülgenlik hakkında izlendi. Hem de bu muş izlenişte devamında elbette insan dünyanın düşünüşte akıldan düşünüyor. Yani bu Kur'an-ı Kerim'de mesela psikoloji noktasına kalsa Kur'an-ı Kerim'de 3 xil insandaki bir iqtidarı eğitildi. Birisi nefs. Yani biz insanın kalması desek, adını tercih etsek, ikincisi kalp, üçüncüsü akıl. Bu üç neyse, bunu siz menden obdan bilirsiniz, bu üç neyse Kur'an-ı Kerim'de mi tilga ilingan. Bu felsefede mi okşaşmış, üç neyse, bunun başka tarafta mı var? Ama asas üç neyse felsefeden var. Bunun için en mühim iki dokunuş, yani akıl bilen hissiyat yoki kallı bilen yürek o'rtasidagi yoki insonningki kallasidan qalb o'rtasidagi bu dokunuş, bu bir mangulik dokunuş. Endi bu yerda masalan misol so'zingizni kessam. Arab tilida ilmun nafs deydi. Shu psixologiyani nafsga bog'laydi va kimlikning o'zini nafsga bog'laydi aslında arab tilida. Nefski bağlar bu yürekten şahlab çıkıp menaga kelgan vaqtida bu logikaga olib taqaydi buni va yoki aqlga olib taqaydi. Millatda markaziy organ yurak hamda bu yurak bu ayrim bir masala. Mening deydigan so'zim felsefede mesela bizning tariximiz nurg'un
olimlar o'tdi. Hatta dunyoga ta'sir ko'rsatgan faylasuflar o'tdi. Masalan, Ibn Sina, Farabi, Ibn Khaldun, Ibn Rushd degandek, masalan, Uyg'urlarning falsafa tarixida mushlardan bir qanchani misol qilib o'tsangiz, bularningki falsafa tushunchasini nihoyat qisqa sharhlab biz psixologiyaga o'tib ketaylik. Uyg'urlarningki falsafa tarixida endi eng bir muhim o'rinda turgan falsaf endi Ibn Sina'ningki, Farabi'dan boshlaymiz. Farabi'ningki endi bu tabiatchilik yoki tabiatchilik falsafasi deb qaraladi. Farabi'ning qarashidimi bu metafizika qarashda insonning aqli bilan dunyoninki qurilmasi o'rtasidagi bir mohiyatlik bir o'rtoqlikning bog'liqini. Shundan bu texnik ilgari uni Alloh yani ilohiy borliqqa bog'laydi. Bu uch narsa o'rtasida inson, dunyo va Alloh shuni o'rtasidagi nihoyat bir mukammal bir munosabatni aqlninki yo'li orqali bog'lanadi deb qaraydi. Endi bu intayin g'oyat zo'r, ayni vaqtdagi bir g'oyat zo'r bir oqartish xarakterlik, inqilob xarakterlik bir qarash. Ammo bu qarash keyingi faylosuflar tarafidan bakınca taraqqiy qildirilmaydi. Biz ishimiz Uyg'urlarnikida. Bunisi eng taraqqiy qildirilgan Yusuf Asajid endi. Yusuf Asajidni faylosufmi emasmi deganimiz buning uchun yana ayrim bir tema to'xtalish kerak. Ammo men Yusuf Asajidningki faylosuflik bo'lish bilan ilib aytgan vaqtimizda uningmi masalan qutatqa bilik degan gapning o'zi baxt keltiruvchi ilm degan gap. Bu yerda biz masalan ilmninki insonninki baxtli bo'lishidagi bir asosiy kafolat beradigan bir omil ekanligini o'tirib qo'ydi. Endi bu yerdagi baxt tushunchasi Uyg'urlarning qarshidagi baxt tushunchasi falsafadagi eng mohiyatli bo'lgan masalan axloq ilmininki eng yadroliq savol. Ya'ni baxt hayot degan nima yoki baxtni qanday qo'lga keltirib bo'ladi deymiz. Bu shundan bir vaqtda bu psixologiyaning muhim bir savol, ya'ni baxt qanday bo'ladi, uni qanday qo'lga keltirib bo'ladi. Hozir masalan pozitiv psixologiya desak, bu shuniki asosli izlangan savollardan birisi baxt hayot to'g'risida savollar. Demak, Yusuf Asajid kelgan vaqtida bu ilmninki insonning hayotidagi butkul roli, uning toki bir jamiyatninki qurilmasida, masalan, uningda jamiyatning qurilmasi 4 xil tabiatga bo'linadi. Bu ularninki qadimgi ishonchga 4 zot qarshi bilan bog'lanib ketdi. Gerçi ona qarshi baribir sofizmlik elementlar bo'lsa, lekin Yusuf Asajidningki barliq qarashlarninki eng yadroliq qismi ilmninki inson hayotidagi bir jamiyatga, bir davlatga va insoniyatninki barliq ishlardagi mohiyatlik rolini muayyanlashtirish. Bu yana bir o'tir asrdagi g'oyat zo'r bir bayqash ham intan bir sal qarashga bo'lmaydigan bir ijtimoiy bir aqarish harakatininki boshlanishi bo'ldi. Ammo biz undan keyin o'tir asrda biz internet qarang'i bir davrga kirib ketdik. Masalan, bunda sofistlarninki keyin Uyg'urlarning ichki nizo, avtomatlar qatorliq nurg'unlar. Bunisi yana bir tilga ilishtirishga muhim bir shaxs endi Navoiy. Navoiyninki falsafa qarashtirgach u she'rlashtirib aytilgan bo'lsa, lekin Navoiyning qarashlarininki eng muhim bir nuqtasi uniki insonparvarligi. Ya'ni uniki insonlardan tortib toki barliq jonliqlarga kelgan g'oyat zo'r bir şekildeki bir insonparvarlik bir sevgisi var. Bizdeki tarixdagi Navoiy, Alisher Navoiy, Yusuf Asajid, Ibn Sina, Farabi bularninki o'tirib qo'ygan fikri yoki shu falsafasi shu ayni zamondagi Apaqo'ji davri kelganda cho'kib ketdimi? Ya'ni shu yergacha ular o'zining mavjudligini saqlab kelganmi? Yani tarixiy tarafdan qaragan vaqtda. O tarih şeklinde qaragan vaqtida bu şu Uyg'urlarning aqarish harakati deb ataymiz. Farabi bilan shu Ibn Sina va Yusuf Asajidning bizniki faylosuflarimizniki qarashlarni bir aqarish harakati deb qaraydi. Ammo bu aqarish harakati yana boshqa shaklda ijtimoiylashmagan. Birinchisi ijtimoiylashgan. Bunda degani ma'rif orqali va boshqa mafkurlar orqali butun avomga taqalmagan. Bu faqatla şu qarqallar davridan keyin masalan oddiy esa biz Yusuf Asajidning ideyasining ta'sirini asosan bayqay olmaymiz. Bu endi nihoyat odamni ham hayron qoldiradigan, ham odamni nihoyat ichkindiradigan bir xil bir yo'qolish endi. Xuddi Uyg'urlarningki siyosiy saltanati qarqallar davrida eng yuksak pallaga chiqib, undan keyin davomli tuvallab oxiri 49-yil mustamlikaga borgacha tuvallab mangan bo'lsa, Uyg'urlarningki
Akartish hareketimi Qarxanlar xalqida eng yuqori pallik chiqib, uningdagi asosan hisob unutilib mangan. Demak, bu yerda Menimki o meseleni o'tirib qo'yishimda, masalan, hozir siz bilasiz, g'arb falsafasini o'qibsiz. G'arb falsafasida bular keyingi zamondagi 200 yillik qimmat qarshida shu 200 yilning oldidagi va undan burungi falsafiy fikrlarni o'tirib qo'ygan faylasuflarning fikri bilan menib hozirgi sanoat inqilobidan keyingi bir ma'naviy bir g'arb dunyosi, g'arb ko'z qarashi, g'arbdagi insonlarning qimmatidan iborat aynı zamandaki feylasuflarning felsefe mefkursiga tutishadigan bir yo'l bilan mengadi hozircha bu g'arb masalan. Biz nima uchun Ibn Sina, Farabi, Alisher Navoiy, Yusuf Hasajibdek feylasuflarimiz turib, ularningki mefkurlari, ularning felsefeleri qanchunchi yüzyılgacha yetib keldi va yoki siz hozir degandek Qarxanlardan keyin nima uchun bu feylasuflarningki mefkurlari taraqqiy qilolmadi? Nimishqa g'arb dunyosining mefkurlari taraqqiy qilib ketdi? Bu bek yaxshi, bek murakkab savol. Ammo buni javob berish kerak. Endi g'arbningki taraqqiyotidagi eng muhim bir omil birsi g'arbningki masalan mushu adabiyot san'atdan yangi ko'chishi va keyingi insonparvarlik harakatlaridagi Stalin 13-14 asrlardan keyin bular Grek idealiga yoki Greklarning yaratgan falsafadagi bir yüksek bir kutuqlarga qaytdi bular. Yani aşağıdan bular g'arbning o'rta asrda intayin qarang'i davrni boshiga kechirgan. Ulardan asosan mesela bunda deyishning sababi g'arb o'zidagi Grek madaniyati bilan uchrashishini Arab İslam alimlarining va faylasuflarining emgigi orqali tanishgan. Mesela Ibn Rushdninki Aristotel to'g'risida yozgan asarlari orqali bundan tanishgan. Mesela g'arbningki o'rta asrdagi eng buyuk ilohiyashunos bo'lgan Thomas Aquinasga eng cho'nqur ta'sir ko'rsatgan faylasuf Ibn Sina bo'lgan. Demak, u vaqtda islomning gullanishi yoki islomiy falsafaninki va ilm fanninki gullanishi g'arbdan ilgari bo'lib ketgan. Chunki biz bu nuqtadan qaragan vaqtimizda g'arbningki o'zining aslidagi ilmiy manbasiga qaytishi musulmonlar orqali bo'lgan. Bu shunday bo'lgan. Ammo lekin keyin kelgan vaqtda musulmonlar dunyosida musulmonlar dunyosida xo'sh. Musulmonlar kelgan vaqtida musulmonlar shu falsafaviy yoki faylasuflarningki falsafaviy mefkurlarini xalq ishiga singdirolmaganligi tufaylidanmi yoki bu din bilan birga ilib mang'anmaganligi tufaylidanmi? İşte bor buningda eng muhimi bular falsafani bir xil bid'at ilm deb qaragan yerlar bor. Uning ustiga bu islomning ashvaq ulamolari duch kelgan eng chong masalalarning birisi, endi bu Greklarningki faylasuflarning hammasi musulmon emas. Ular xristianlar emas. Masalan, Platon, Aristotel hech qaysi musulmon emas, xristian emas. Buni xristian ilohiyashunoslar bu masalaga duch kelgan. Biz nima uchun xristian bo'lmaganlarningki ideyasi orqali biz xristianlikni tushunishtirishimiz yoki xristianlikka ba'zi masalaga javob berishtirishimiz deb ularcha topgan falsafani islom dunyosiga o'xshashligiga duch kelgan. Ammo xristianlarningki musulmonlar o'xshamaydigan bir yeri xristianlarningki ba'zi mutafakkirlari va faylasuflari yanıla ba'zi bir dindan sirt ba'zi masalalarni falsafa yo'li orqali tushuntirishtirishgan. Masalan, dunyoni qanday tushunamiz? Masalan, albatta buni bir diniy ramka bilan tushunish bo'ladi. Ammo diniy ramkaga ba'zi masalalarni, masalan, kalla qanday dunyoni tushundu, aql qanday dunyoni tushundu, hissiyot degan nima qatorliqni chuqur diniy tekstdan foydalanmay turibmi, boshqa yo'llar bilan, sekular yo'llar orqali tushuntirishga bo'ladi ham shunday qilib tirishgan. Ammo ba'zi musulmonlarningki, bularning cho'ng musulmon ulamolarningki bu jihatdagi qattiqligi sababidan bu hayotdagi nurg'un masalalarni bir xil dogmatik usulda diniy ramkalarda tushuntirmaydi degan bir xil qarash shaklini falsafa bag'asida qilgan. Menimcha bu yerda bir narsa qistirib qo'ysam, masalan, men burun falsafiy kitoblarni o'qidim. Bularni Uyg'urlarning keyingi zamonda chiqqan yozuvchilarning falsafiy maqolalarini o'qidim. Hem men kichkimdan din o'qigan birisi. Dinda o'qib yetishib chiqmagan bo'lsam, dinda o'qib chiqdim.
dinimizdeki bu felsefeninki chigirsiga kelgan vaqtida dindan oshgan tarbi bo'lganlik uchun buni ulamolar zaten shaxsan men uni singdirolmayman bugungacha. Ya'ni falsafaninki tadqiqot va yoki ishkirlash va yoki chunqurlash amili dinning sirtiga, ya'ni Allohning ustiga va yoki Allohning zotiga va yoki Allah bizga buyurgan diniy sistemning tashqi chiqqan kundan tortib shaxsan men uni inkor qilaman va dindorlar uni inkor qildi va ayni zamondagi diniy ulamolarmi bu yerga kelganda buni bid'at va yoki harom va yoki la yajuz deb holatga chiqarishida bu chegaradan oshgan. Chunki ayni zamondagi sizlar deyotgan Aristotel, Aflatunlarning ular dindor emas. Masalan, ham bir dinga mansub emas bo'lganligi uchun ular xohlagancha insoniy tafakkuri bilan nimadan eshivergan, chekdan oshgan, ya'ni oshadigan yerlari jiq bo'lgan. Chunki insonlikning o'zi zoti erkin yaratilgan bir narsa bo'lganligi uchun xohlagancha tafakkur qila oladi. Hatto Allohning ya'ni chegirisi yo'q, inson tafakkurining chegirisi yo'q desak bo'ladi. Falsafa bu yerda islomga nisbatan, ya'ni musulmonlarga nisbatan ma'lum bir chegirdan eshish nimasini qo'llanganligi uchun musulmonlar buni ayni zamondan tortib bugungacha shaxsan menmi falsafaninki chegirdan oshmasligini umid qilaman. Ammo islomninki falsafani cheklagan tarafini men ko'rmayman. Chunki falsafaviy bizning darslarimiz bo'ldi. Uning ismi boshqacha atalsimi, falsafani tushuntiradigan bu tadqiqot, hatto Qur'oni Karimning falsafaviy tushuntirishleri intayin ko'p. Masalan, falyanzuril insanu mimma xuliq. Masalan, inson o'zining nimada yaratilganligini qarasin, inson o'zining mohiyatini qarasin, inson tügü qarsun, asman qarsun, yerga qarsun. La'allakum tatafakkarun. Tafakkur qilmamsizlar, mafkura bildirmamsizlar, fikr qilmamsizlar degandek, xulosida men so'zni eslatib chiqarib sizga berishim kerakdi. Bu yerga kelganda falsafaning chegirisiga kelganda siz qanday qaraysiz shaxsiy nimangiz? Tushundingiz? Falsafaning chegirisiga kelgan vaqtida albatta u falsafa bir dunyoni ko'rishdagi bir ko'zoynak o'xshaganda. Ko'zoynakka o'xshaydi bir vosita, u maqsad emas. Masalan, men bu to'g'risida vatanda qani 2007-yilmi, 2006-yilda men bu jihatda yomon cho'ng bir munozaraga qatnashganman. Men bir taraf bo'lgan, men bilmaydigan nomsiz kirgan bir qarindishimiz bir taraf bo'lib, men Uyg'urlarga falsafa kerak degan, u qarindishimiz kerak emas chunki Qur'on Karim bizga yetib oshidi, undan boshqa hech narsa bizga kerak emas, ortiqcha degandek gapni qilganda men. Bu ya'ni o'xshash bu savol, bu talash tortish hamon davom etadi. Endi bir narsani men aniqlab qilib o'tdim. Falsafaninki mayli islom bilan mayli xristianlik bilan bunga hech ishi yo'q falsafaninki. Chunki u o'z bir ayrim bir fan. Bu faqat bir metod. Ya'ni dunyoni tushunish bir xil usul. Ya'ni nurg'un usullarning bir xil usuli. Endi bu usulni sağlayan vaqtimizda biz albatta falsafa yana biz islom diniga taqashtirmay turib bu falsafada nurg'un ishlarni qilib bo'ladi. Masalan, men bu javobni anglamoqchi. İslam'a taqashtirmay turib nurg'un ishni qilib bo'ladi, shunami? Va bu islomning ichida bormi yo'qmi degan masala bor, shu bu yerda falsafaninki. Islomning ichida bormi yo'qmi degan masala bor. Chunki siz hozir deyapsiz, bu islom bilan aloqasi yo'q deysiz. Amiliyat islomda bor. İslamda bor. O İslamda emdelik bir ilahi vahiy deymiz. O felsefe emas anda. Ama onu yolu bilan tushundirib bo'ladi ba'zi nuqtalarni. Masalan, ba'zi nuqtalar tushundirib bo'ladi, lekin uning o'zi falsafa emas. Qur'on Karim falsafa emas. Ma'iniq bo'lsin-da. Ikkinchisi, bizniki masalan, avval deganimdek nurg'un ishlarni o falsafani bir xil vosita foydalansak, ba'zi masalalarni texnikani cho'nqiroq tushundirib. Masalan, haqiqat deganlar Qur'on Karimda aniq qilingan. Ama reallıkımızda, yani biz uşatmagan bazı işler var. Bunu felsefe noktasından demkeli olarak düşündük, teknik çok olarak düşündük. Yani mesela fil felsefesi, mesela bizim günlük durumda şimdi kullanışımızı qarab turib, bizim qaysi xil ma'noda dunyo bilan aloqa qilayotganligimiz qatorliqlar. Bunun hech qanday bir dindan munosib yo'q. Qatorliqlar. Undan bu xristianlikka duch kelgan bir cho'ng bir masala. Bu xristianlikning eng oxirgi oxirgi bir qaysi, ham xristianlik taraqqiy qilishning yoki g'arbning taraqqiy qilishning eng oxirgisi qaysi? G'arbningki bir en mühim bir narsa falsafanınki intayin küçük durup oturup çıkırdığını akıl. Yani dünyanın akli yollar, logiklik, mantık degen gap bu Arapça gap, mantıklık yoluyla bu dünyanı düşünüş, dünyanın asıl yaptığı
bo'yicha, asl holati bo'yicha tushunish bu falsafaniki Bu yerda falsafa bilan islomning o'rtasidagi bir nuqta o'xshash degan gap. Islomdagi eng yuqori o'tirib qo'ydigan narsa aql. Hatto aqlninki maxluq emasligi to'g'risidami olimlar tortishadi hatto. Chunki aql Allohning zotidan kelgan narsa bo'lganligi uchun faqatla biz bu yerda biroz yig'inchoqlaylik. Ya'ni chegirdan oshqanlik tarafini ilib mesela men şahsen İslam'dan siz felsefe bağlayayım. Çünkü İslam el-yevme ekmeltu lekum dinikum ve atmamtu aleykum raditu lekum İslam'e dina diyen ayetke asasen dininglarni bütün kıldım dedi çok. Din bütün. Din hayat deyin gap. Din ahiret, din dünya, din pul, din sanaat, din cehennem, din cennet, din insan, din köz, kulak, kol degen gap. Din degen gap. Din kitap, din yeydigan nan degen gap. Mesela. Demek bu dünya, kainat degen gap. Bütün narsa ne men mükemmel kıldım dedi. Onda qo'yganda dinning ichida bütün pella bor degan gap chiqdi-ku bu yerda. Shuning uchun men falsafa insonlar o'zi ijod qilgan men mustaqil bir narsa deganga ancha nim qilib ketmayman. Chunki insonning fitrati din va deb bilamiz-ku bizning dinimizda inson fitratning ustiga tug'iladi. İnsanın o'zi bir din aslında. Faqatla tanlash kelgan vaqtida insonlar tanlamadi yoki tashlab etdi. Yoki o dinden chiqib ketdi xolos. Uning uchun xo'sh, xulosalasak tarixdagi bizning ataqliq faylasuflarimiz turib nima uchun qarxonlardan keyin bizning bu mafkurlar faylasuflarningki falsafalari bozor topolmadi, xalq ichiga yeyilolmadi. Bu bir andan keyin g'arb bilan selishtirdik buni. G'arbtikilar siz deysiz, siz misha kelgan so'zingizni kesib o'tdim. G'arbtikilarningki falsafani ilib mengishida dindan ayrıldı demekçimsiz. Mishani kichikgina qisqartib javob berib o'taylikmi? Men g'arbningki din bilan yomon munosabatda murakkab xuddi biznikidek bo'lgan. Bu yerda cho'ng bir farq yo'q. Cho'ng jadid elbet qoldi. Alloh 15-asrlar kelgacha g'arbniki xristianlik bilan bularniki jamiyati va siyosat o'rtasidagi munosabat, uning ustiga buniki Rim katoliklarningki diniy yo'llar bilan siyosiy hayotni kontrol qilishmi intayin kuchli bo'lgan. Bu musulmon dunyosining kuchli bo'lanki o'zgacha bir qurilma var katolik dinininki. Ketimga qaysam, g'arbningki shu oqar shaklda boshlangandan keyin shu Grekninki idealiga qaytdi bular. Qaytgandan keyin Grekdan bu falsafa san'atningki boshqa shakllarini bu qaytadan o'rgandi. Shu bilan buni turmushga tatbiqlagan vaqtida bular hayot to'g'risida qayta o'ylash boshladi. Bularning shu oqar shaklda intayin muhim o'rin tutdi. Bu oqar shakl. Bu o'ylash shaklini hokimiyat qildimi yoki xalq o'zi qildimi? Buni asosan g'arbningki dangliq ziyolilar qildi buni. Bu oqar shaklida asosan oqar shaklidagi prinsip shuki, u aql insonning hayotini yetaklaydigan eng chong kuch bo'lishi kerak dedi. G'arb ziyolilari bu felsefani bu qimmatni o'tirib olib chiqib, bugungi g'arb dunyosining sanoatlashgan, taraqqiy qilgan, aqllashgan bir g'arb dunyosini o'tirib chiqadi. Unda qo'yganda mishadi bir gap chiqadi. Uyg'ur faylasuflarininki falsafaviy mafkurlarini, fikr qimmat qarashlarini Uyg'ur ziyolilari qarqonlardan keyingi masalan Uyg'ur ziyolilari qanday qilinmadi? Ya'ni ilib manganmadi degan. Varislik qilinmadi. Varislik qilinmadi. G'arbningki varislik qildi. G'arbning varislik qilgan vaqtida ular o'zininki asliga qaytdi. Ya'ni asli bo'lgan Grek madaniyatiga qaytdi. Agar Uyg'urlar qaytish kerak bo'lgan, masalan, Sa'diya xalqi deylik, yoki Sa'diya xalqidan keyingi qarang'ulik davrlar bo'lsin, Uyg'urlar qaytish kerak bo'lgan oltin davr Qarxonlar xalqi bo'lish kerakdi. Chunki Qarxonlar xalqi abay deganimizda Uyg'urlarningki ilm fanda va o'zininki aqliy o'ylanishda ana yuqori chekka chiqqan bir davr. Buni hokimiyat to'sqinlik qildimi? Hokimiyat to'sqinlik qildimi? Ha, shuning bilan bu ne bo'ldi? Endi nima bir gapni qistirib qo'yadi. Bu intayin muhim gap bu. Aql bek yuksak o'ringa ko'tarildi. Aql yuksak o'ringa ko'tarilgandan keyin insonlar tabiiy holda kainotningki markazi bo'ldi. Chunki kainotda shu vaqtda insonlar aqlga ega. Boshqa jonliqlar yoki boshqa moddalarning hech qaysi aql yo'q deb qarab, insonlar eng yuqori chekka ko'tarildi bu bir. Ammo shundan bir vaqtda
Bazı feylasuflar akılının çekini, yani Xudoni bilishda aqlning chekini borligini o'tirib qo'ydi. Bu yerdagi mashhur bir feylasuf Kantning bir gapi bor. İnsan aqli orqali vaqt va zamondan halqagan mavjudotni bilishga qodir emas. Aqlini shu yerda to'xtat. İnsanning biladigan doirasi, aqlning doirasi faqat vaqt va zamonning ichidagi shaylar edi. Bu intayin zo'r bir gap. Bu deyishning sababi sen Xudo to'g'risida yoki Xudoninki asli mohiyati to'g'risida vahiydan sir uni tushunmaysan demoqchi. Yoki uni aqlini ishlatib uni tushunishga sen sen kirishma yoki uning uchun sen o'zingninki vaqtini zoya qilma, uni sen tushunmaysan demoqchi. Bu aqlninki qo'yilgan bir eng chong bir cheklamasiga bo'lgan bir eng chong bir tunish bo'ldi. Bence mushu Uyg'ur olimlari Uyg'ur faylasuflarininki qimmat qarashininki Uyg'urlarga keyin Sharq Turkiston xalqiga mayli O'rta Osiyoga yiyilanmasligida bu ziyolilar varislik to'g'ri shaklda Uyg'ur falsafasininki shu atalari bo'lgan shu Ibn Sina, shu Alisher Navoiy, Yusuf Qasaji mushu atalarimizga varislik qilolmadik deb tugatsak bo'lamdi. Chunki biz temini boshqa nima uchun bu falsafa to'g'risida bundaq paranglashib qoldik desizlar? Biz bugun naq mushu falsafaviy va yoki fikriy va yoki aynı zamanda Yusuf Qasaji, Alisher Navoiy o'tirib qo'ygan ajoyib go'zal felsefi veya ki dini veya ki hayati bir mefkurlardan yo'qolgan bir zamanda yaşayapmiz. Yani onunki varisiyatimiz şu hazır. Mesela keyingi 200 yil ichida biz asosan tugashdik. Yani umumiy millat, yani shaxslarimiz tugashmagan bo'lsa-mu, umumiy millatda bugun Uyg'ur jamiyatiga qaraydigan bo'lsak, ajoyib cho'ng bir bo'shliq, ajoyib cho'ng bir ochliq, ajoyib cho'ng bir her tarafni tutsak bir chatiqimiz chiqadigan bir yerga kelib qoldik. Uning uchun bunga qaytish kerakmi, kerak emasmi degan masala uchun bu gapni uzartib qoldim. Xo'sh, undaq bo'lsa, mushu psixologiya, yani falsafaninki bir qismi shaklda deb o'tib ketdilar abay. Psixologiya to'g'risida biroz tushuncha beraylik. Men avval gapga qisqa kelib psixologiya bilan falsafaninki bir munosabat to'g'risida so'zlashay. Siz biroz keyinroq o'tirib psixologiya aslida bir mustaqil bir fan bo'lmagan abay deganda bu falsafaning bir tarkibiy qismida qaralgan. Endi bu yana psixologiyaninki aqlga qanday qarshi munosabatli. Chunki qadimdan soat bu yerda bunday bir ikkilik bir to'qinish bo'lib keldi. Hozirmi bor, buni bo'ldi. Bu nima desa, aqldan hissiyotning to'qinishi. Qadimgi Grek faylosoflarning hammasi aqlni eng ustun o'ringa qo'ydi. Masalan, qadimgi Greklarninki bu odamning badanini tushunishida ularda vertikal yoki ichkiga bo'lgan qarshi bor. Ya'ni aql eng ustida bo'lganligi uchun bosh turdi deb qaraydi. Ya'ni eng muhim, eng ulug' bo'lganligi uchun. Chunki Greklarning qarashida aql dunyoninki asosiy prinsiplarini, qonuniyatlarini bilishdagi eng muhim bir omil deb qaralgan. Ikkinchisi yurak yoki qalb. Bu hissiyotlarninki olami yoki hissiyotlar turadigan yer. Uchinchisi bu yurakning osti, qo'saqning osti bu havoyi havaslarninki rayoni deb qaraldi. Demak, allburun bu yerda biz qadimgi Greklar bu yerda bir xil aqlni ustun qo'ydigan, hissiyot undan ostida qo'ydigan bir qarash bo'lgan. Bu qarash bizning faylasuf, masalan, mayli islom faylasufi bo'lsin, mayli g'arb faylasufi bo'lsin va hatto Uyg'ur faylasufi bo'lsin, hammasiniki qarshida o'rtaq bir narsa bo'lgan. Demak, bu nima deganlikda aql insonni yuksaltiradigan, insonninki bu dunyodagi qimmatini oshiradigan va insonlikni eng reallashtiradigan bir buyuk bir omil deb qaralgan. Bu bizniki dinimizda bu narsa to'g'risida cho'ng to'xtab, abaysizlik o'tib kettirsangiz takrorlamay. Ammo insonninki aqli to'g'risidagi bu qarashlar keyin intan zo'r darajada tanqidlashga boshladi. Masalan, buningki eng cho'ng tanqidi birisi, masalan, Darwinninki tadrijiy taraqqiyot nazariyasida insonninki aqliga ega bo'lsa-mu, u qadar alohida bir tabiat tarafidan alohida bir imtiyoz ega emaskina, uningki xuddi boshqa barliq jonliqlarga o'xshash hayot qilish uchun o'zini sharoitga moslashtirishi va o'zini kuchaytirish kerakligini o'tirib qo'ydi. Demak, insonlar boshqa barliq jonliqlar, mayli u jonliq kichik bo'lsin, ojiz bo'lsin, cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, mushularga tamoqninki zanjirida emas, yoki
açıq zəncir, uzunluq zəncirdə içindeki fakat bir zəncirlə bu buludu. Bu demek insanlarınki 1000 yıldan artıq özünü alemnin merkezi kainatınki közlükki en isil göher dep qaraşdak muşqı özgü bolğan özlük obrazıga gayet zor bir zərbi verdi. Bu birincisi. İkincisi Nietzsche, yani Germaniyanınki büyük felsefe Nietzsche popap aqlni tanqid qilish orqali insonning hissiyotlik jonliq ekanligini, hissiyotniki inson hayotidagi intan muhim o'rinda o'tirganligini o'tirib qo'ydi bu. Demak, uning qarshida tarixdan beri insonlar qadimgi greklarninki to'ziqiga tushib, bu hissiyotni besh badliga aqlni ustun ko'rsatish orqali hissiyotga nihoyat qildi. Insonning asosiy mohiyati hissiyot bo'ldi. Chunki insonning butkul dunyo bilan bo'lgan munosabatniki chiga qo'zg'atish kuchi hissiyot orqali bo'ladi deb qaradi. Uchinchisi bizdeki Uygurlarımız aslında tanışık olan Avustralya'daki meşhur Yahudi felsefe Sigmund Freud'un kararında insanınki hareketini, insanın kararını ve insanın karakterini belirleyen amil akıl emas, belki ansızlıktır. Ansızlıkta akli amillar emas, belki gayri akli amillar. Yani akılsızlık amilleri insanın asaslık kontrol kıldırgan amillar der. İnsanın akli kontrol kılamaydıgan intayın çoğun bir hangni yoki bir teksizlikni ko'rsatib berdi. Demak, mana shu 3 cho'ng ziyoli g'arb ziyolilarininki zarbisi bilan g'arbniki 20 asrdagi g'arbniki psixologiyasida shunday bir qarash shakllandiki, demak, insonninki psixologiyasini, jumladan insonninki o'sha hissiyot va aqlda albatta hissiyot omillarini qaytadan tadqiq qilish, uni tushunish, insonni boshqadan qarab İşte bir yeni yüzünüş, mana psixologiyanınki barliq kelish asosli bir amil bo'lib qoldi. Shuning bilan psixologiya 19 asrdagi o'tirgan tartiblar falsafa bilan uzun kesim ayrilib chiqib ketdi. Birisi buning tadqiqot metodi o'qishimida, ikkinchisi bularninki elib boradigan turli shakldagi tajribalar o'qishimida, uchinchisi bularninki tadqiqot obyektiga qatorliq nurg'un boshlayotganlar o'qishimida, shu bilan psixologiya 19 asrdan keyin taki hozirgacha bir mustaqil bir fan, gerçi yaş bo'lsa-mu, bir seviyesiga yetdi. Allah razı olsun. Bizning dinimizde mesela Arapçada ilmun nefs deydi. Nefis bu asas bizninki yani men şahsen mevgengen şekilde bu yürek asas ve bu yürekke uğurlaşkan nefisninki en töven haleti, emmare haleti. Onundan keyin bununki terbiyelenişi nefsinin, onundan keyin bunun en âli orunga çıkışı. Mesela ya eyyütüven nefsul mutmainne, mutmain bo'lgan nefis, yani psixik. Sen Allah'a qaytqin, Allah'ın cennetine kirgin deb en üstün haletke terakkiyatı var. Nefsini bir tövellikten bir yuqori haletke terakkiyat basqıch chiqarib bo'ladi. Ama felsefe ilmida yoki psixologiya ilmida buni hissiyot, tuyg'u, u bu deb ataydi ekan. Ama İslam dinida asosan u atalg'ularni asos qilmaydi, faqat taraqqiyotni asos qiladi. Nefsninki töven halati, o'rta halati va yuqori halati, yani zaif halati va yuqori halati bilan asli yaratilgan bu psixologiya, nefis o'zini chiniqtirish orqali, nim qilish orqali, o'zini amara qilish orqali onun için Allah tarafı qarab yuqurlaydı ve Allah tarafı kuchib ketadi. Bu İslamdaki psixolojininki umumi, yani Kur'an'daki mesela Kur'an'da 3 qitim qasam ichilgan, Allah 3 qitim qasam ichgan nefs bilan, biri töven bir nefs bilan, ikkinchisi o'ziga malomat qiluvchi bir nefs bilan, uchinchisi güzel bir nefs bilan qasam ichgan. Yani ilmun nefs degan bu atalg'ini qo'llangan Arabchada. Bunda olgan vaqtida psixologiya deganni Arabchada biz ilmun nefs deymiz, ama bunun Uyg'urcha ma'nosini sizlar sharhlab bersizlar. Yani bunu biz Uyg'urlarcha ishlatmaymiz aslında. Mesela mijoz demdik. İnsanның nemisini biz psixologiya deymiz. Psixologiyaniki bu tigi girklik kelgan bu psixologiki psyche deganning o'zi kallani ko'rsatadi. Yani insonninki kallasidagi turli jarayonlarni, turli mazmunlarni ko'rsatadi. Bu logi deganimizning tigi logos degan gap. Logosninki ma'lum ma'nosi hamda mesela tushunish deganni bildiradi. Ama tigi ma'nosi buniki
aql degan gap. Ya'ni ilm degan gapda bu demak bu degan gap insonning kallasi haqidagi ilm degan gap bo'ldi. Psixologiya degan nimada tushunamiz. Albatta biz psixologiyani g'arbdan qabul qildik. Ammo endi kelma temamizdan o'tgan Uyg'urlardagi psixologiya tarixi, Uyg'urlardagi psixologiya an'anasi qanday bo'lgan degan kelgan vaqtda Uyg'urlardagi psixologiyaningki albatta bu Uyg'urcha kalimasi nima? Psixologiyaning Uyg'urchasi. Uyg'urcha kalimasini desak, buning Uyg'urcha kalimasini men masalan psixologiyani albatta g'arb tilimi buni taxi 19 asrda qabul qilgan so'z bu undan burun psixologiya degan gap yo'q, ilm deyilgan. Lekin psyche degan gapni qo'llanadi bular yoki kalla degan gap Amerikan logos bilan ketib, ilm bilan yoki tushunishni ketib bir ilm shakli ekan. Ammo Uyg'urlarda menimcha buni bu doqidan programmagacha biz mushunga bir kalima topsak o'qidik. Psixologiya degan Uyg'urcha. Ya endi menimcha topmasak bo'ladimi? Umumiy bo'lgandan keyin uni nima tepishni ma'lum qilib qarang, uning ustiga psixologiyaning nima hozir nurg'unligi atalg'ini bor, uni biz hozir ya maqsadim bu yerda faqat psixologiya degan bu narsa insonningki nimasidir deb qoladi insonlarchu, Uyg'urlar. Masalan, arablar ilmun nafslam deb tugatibdi, masalan, nafs debdi. İnsanın nefsi debdi. Uyg'urlar masalan mijazimi demdi yoki hissiyot. Mijazi desak bir tarafdan bo'lib qoladi. Chunki psixologiyaning uchun mijaz tadqiqoti bir qisqa bir qismi nimaniki psixologiyaniki xarakter, mijaz xarakter tadqiqoti deydi buni. Ammo u ya'ni o'sha kalladagi masalan hozir u nimada masalan biologiyalik omillar bor, psixologiyaning misolida jiq taraf ketdi biologiyalik masalan neurologiya bor masalan ya'ni bizning nerv sistemimizni tadqiq qiladigan bir qismi. Ana lekin bizniki ma'lumotga Türkçe bilişsel deydi ekan, bilişsel yoki bizniki bilish qobiliyatimiz xarakteri etkileyen kısımlarım var. Atamlıklarda bu cihaz bir tarafta şu mana kengrek desek kallardaki ilim yoki insonning kallasini tadqiq qiladigan ilim desek, lekin bu qism xarakteriga bir so'z emas. Xo'sh, Alloh razı olsun. Unda o'z biroz Uyg'urlarga kelayli. Aslında şu Uyghur dilida boshlaydik, ammo dastlab tushuncha berish bilan biroz vaqtimiz bunga ketgan bo'ldi. Ya'ni Uyg'urlar xos bir psixologiyani yoki psixikani biz cho'qim tep chiqmasak bo'lmaydigan bir zamonga keldik. Chunki Uyg'urlarning psixologiyasi biroz buzildi desak bo'ladi yoki psixologiya buzilmasi mumkin, ammo nima bo'ldik bir nimaga uchqidik bizchu? Bir hujumga uchqidik, zarbaga uchqidik. Uyg'urlarda bir tutamsiz, turaqsizlik, xaraktersizlik, hatta biz Uyg'urma emasmi deydigan bir holat. Hatta bu Uyg'ur degan nima zodi? Qandaq bir kishini Uyg'ur deymiz? Masalan, men ekranga bir suratni chiqardim, hozir chiqaraman. Bizning Uyg'urlarimiz nihoyatda botir edi, shijoatli edi, qahramon edi, qo'rqmas edi, aqlliq edi, ishchan edi degan bu ideyalar bilan biz Uyg'urlarni tasvirlab keldik, Uyg'ur xalqini. Ammo baxtdikki, qardikki, bugungi realga qarasak, botirlik, qo'rqmaslik, shijoat, aql, bu va kazaning hammasi yo'qolib ketmagan taqdirdami xuddi bulg'anib ketgandek va yoki zarba uchiqgandek ajoyib bir Uyg'urni tutsak, uning Uyg'urlik sifatini tutolmaydigan holatda bo'lib qoldik. Buning bir misol Ordaniyalik bir Uyg'ur o'tgan qitimliq bir ishda debdi. Men Uyg'urlar bilan aralashib vaqtim deydi keyingi zamonda. Masalan, Ordaniyaga 100 yil burun chiqib shu yerda yerlashib qolgan, undan keyin Uyg'urlikqa qaytgan bir Uyg'ur. Bu tijoratchi emas. Tijoratchilar aralasam tijoratchi emaskan, ziyolilar aralasam ziyoli emaskan, olimlar aralasam olim emaskan degandek mana shunday ba'zi eleştirilarni, ya'ni tanqidlarni qilibdi. Uyg'urlarning psixikasi, xarakteri buzilib ketgan bir zaman. Masalan, G'ozi Ahmad bir surat sizib xalqaro mashhur bağlandı mesela. Uyg'urning portrerini sizib chiqdi bir rasmini. Bu Uyg'ur deb. Ammo butun Uyg'ur xalqidan jamlangan bir suratni sizib chiqdi bu yerda. Ammo biz hozir shaxs xarakterida o'zimizning Uyg'urligini yo'qotib qo'ydikmi? Psixikamizni yo'qotib qo'ydikmi? Xarakterimizni yo'qotib qo'ydikmi? Uning uchun Uyg'urlarning bugun psixikasi, Uyg'urlikqa xos psixiki bormi yo'q degan bu savoldan boshlaylik. Uyg'urga xos psixikasi. Tushundirdimmi? Bir millat tushundim. Endi bir millatninki psixikasi
davomli taraqqi qilib turgan bir jarayon boshini kechirdi. Dunyoda masalan mana deylik Uyg'urlar kelishib boshqa millatlarga farqli masalan siz Yevropada yashaysiz, men Yevropada o'qigan, mening kuzatishimda Yevropada shu cho'ng millat bor, ya'ni German millati, Germanlar. Oldilardagi chiroqni o'chirib aytgan bo'lsa-bo'pti ekan. Birincisi German millati, ikkinchisi Slavyanlar, uchinchisi Latinlar. Ularninki ma'lum jihatda xarakterlari o'xshashlik bor. Shundan bir vaqtda ko'p degan shu ma'lum bir to'p tavallanib bir xil xarakterga, milliy xarakterga ega degan bo'ladi. Ammo psixologiyada bu milliy xarakter degan tuqumni odatda ko'p qo'llanmaydi. Chunki buningki ilmiyligi intayin tuvan bo'ladi. Endi bir butun millatning xarakterini bir necha nimaga mijoz xarakterninki tizimligiga kirgizib bo'lmaydi. Bu bir. İkincisi bununla bir ilmi şekilde, mesela bunu bir tecrübe yapıp, netice mınlıgan adamını ziyaret kılış arkalık ulağa bir sual takip arkalık, ya ulağa bilen yüz tura söyleş arkalık ulağına karakterini bekitili olmaydı. Şunda boğan takdirde onu bir ekilip, Germanlı zadı manda, ya ki Xitaylı zadı manda, Uygurlu ya ki manda degil olmaydı. Ama bizdeki folklor karşımızda, ya ki Ammuvi karşımızda, bizdeki mesela Araplar olan karşımızda, Türkiye'deki Türkler karşımızda, Germanlar olan karşımızda, Katarlılar, şuna okşaş, başka milletlerine Uygurlarga olan karşı var. Şu sebepten bu psixologiya degan bir milletning o'zining ayrim bir psixikasi bo'lmaydi degan gap chiqadi bundan. Ya bo'lmaydi demek, bo'ladi demaydi, bo'lmaydi demaydi. Chunki buni bo'ladi deb buni o'ylasini chiqarolmaydi, bo'lmaydi deb inkor qilolmaydi. Bu o'ylab psixologiya buni nisbatan nayati bir mo'tadil bunisi nayati bir xil diplomatik munosabat tutadi. Ammo psixologiya, grup psixologiyasi degan bir psixologiya bor, yoki ijtimoiy psixologiya deb uni yana bir buningda ma'lum xalqlarningki yoki ma'lum guruhninki masalan buningda guruh desak texnidan ilmiy atagan bo'lamiz. Bu guruh psixologiyasida ma'lum guruhdagi shaxslarningki ma'lum bir xil reallikdagi ma'lum bir xil xirsqa, inkas qaytarishda ularningki inkasningki o'xshashligi va o'xshamaslik qarab turib ularni ma'lum bir xil mijoz xarakter kategoriyasiga ayiradi. Bu boshqa. Ama bizimki de mesela bizimki psikimizi kelkineler, özümüzün psikisi kelkineler. Uygurların psikisinki mesela biz bildiğimiz psikimizdeki köp kısmı Garipler'deki Uygurlar doğrusu yazgan eserlerden geliyor. Mesela Garipler'in Uygurlar'daki eserler doğrusu kalsa ama da iki xil kutuplaşkan bir fikirlerini görüyoruz. Birisi mesela Nime'ninki de Van Gogh'ninki de Alfred Van Gogh'ninki de Uygurlar'ninki ne bir xil Aryanlarga bağlab Uygurlarni bir üstün tabiatlik, intan tirishchan, aqlliq deb tasvirlaydi. Ammo uningda sir bo'lgan masalan biz Qashqariya degan kitobning avtori yoki Angliyadan bo'lgan nurg'ulg'an sayyihlarning kitoblarida Uygurlarning jumladan Qashqaridagi yashayotgan Uygurlarni ziyorat qilganki, bularningki ko'p qisminingki Uygurlar bo'lgan ba'zi intan salbiy. Ya'ni Uygurlarning o'rin, yalqov, o'z tasavvur kuchi ojiz, aqliy kuchini ojiz degandek yani apırdı. Demek bu yerde biz Uygurlar to'g'risidagi boshlanadigan ikki xil bahsini ko'ramiz. Endi o'zimizdan bahs sho'di desak, masalan 20 asrdagi bizdagi davlat aqoqchilarimizda masalan Abduqodir Damirlarninki masalan bir millatniki har bir zabin bo'lishniki sababi nima degandek mush qarashlarda Uygurlarga nisbatan qarashlari salbiy bo'lgan. Chunki Uygurlarning ayni vaqtdagi ahvoli ana shunday edi. Shuning uchun bu islohchilar Uygurlarni uyg'otish uchun ma'rif yo'lini tutgan. Hamda bu jihat ilib o'tgan vaqtida boshlarniki Uygurlar to'g'risidagi o'zidagi milliy xarakter to'g'risidagi qarashlari qarasaqmi, nurg'un chet elliklarga o'xshab ketadi. Uygurlarni bilishda, ya'ni uyg'otishda ma'rif yetarlikmi yoki psixologiya ilmini ma'rifning ichiga ilib o'tamdi? Menimcha ma'rif intayin muhim o'rin turdi bu psixologiya. Endi men buni elib kelayman psixologiyadagi ahmiyat to'g'risida. Demak, gapimni qisqartsam, texnikani yig'sam, demak, Uygurlarning xarakterida, biz bilgan xarakterda boshqalar yozgan asarlar orqali Uygurlarning xarakteri mushundamiki deb qarayman. Endi texnikani echilishda, masalan, Abduxoliq Uyg'urningki O'yg'an Uyg'ur degan she'rni yozganiga asosan 100 yil bo'ldi. Hozir bu she'rni yozganlikning 100 yilni tez arada xotirlaymiz. Demak, Aşı Abduxoliq Uyg'urningki she'rda Uyg'urlar to'g'risida deyilgan aşı tanqid, urush, intayin g'azablanish, amalsizlikni yurtga siqib qatorliq omillarni yig'sak,
agar Ashirni Abduxoliq Uyg'ur hayot bo'lsa, hozir yozish to'g'ri kelib qolsa, Abduxoliq Uyg'urning yozdigan she'ri Uyg'on Uyg'urdan ichish bo'ldiki, undan yaxshiroq bo'lmasligi mumkin. Demak, bu jihatga elib o'tgan vaqtda bizdagi mohiyatlik masalalarni ma'lum xil psixik omillar sababidan siyosiy omillar buning ichida, men uni to'xtalsam yana boshqa jiq gap bo'lib ketadi. Psixik omillar sababidan yana o'zgarmadi deyishga bo'ladi. Lekin o'zgarganimiz intayin nurg'un. Chunki biz hech bo'lmasa hozir o'zimizni bilish jihatda tarixda ko'rilib boqmagan bir mumkinchiliklarga ega. Garchi o'zimiz to'liq bilib ketgan bo'lsak ham. Endi so'zimga qaysam, Uyg'urlarningki bu yerda bir qiliqlashgan bir milliy xarakter yo'q. Ammo Uyg'urlar xarakteri dal shuni demoqchi. Dal shuni so'moqchi. Ammo nima uchun Uyg'ur degan bir milliy xarakterimiz nima uchun chiqmaydi? Masalan, mening surtim qarab turib bir chet ellik men Uyg'ur deyalamdi. Menda buning bir milliy xarakterim bormi? So'zimdan bilamdi yoki xarakterim bilamdi? Shu mushni aniq bir javob berasizlar. Uyg'urlarda xosatan milliy bir xarakter bormi? Yo'qmi? Milliy xarakter ilm nuqtasi elbette vaqtida buni biz deyilmayman, ammo ommaviy nuqta deyilak o'zimni bir oddiy bir Uyg'ur bo'lasidan buni bir xarakterimiz bor. Bu xarakterimizni boshqalarga o'xshagan shaklda yozgan, o'zimizni o'xshagan shaklda bayqagan, ham shuni bayqayapmiz. Bu bir. İkincisi Uyg'urlardagi shu endi yana bir intayin muhim bir nuqtani deyilsak bo'lmaydi. Uyg'urlar bir tajovuzga uchragan istilo ostidagi bir millat. Bunda millatningki kollektiv psixikasi dinki boshqalar Xitoylar tarafidan boshqarilib va kontrol qilinib kelayotganiga 100 yildek bo'lib qoldi. Yoki Yangi davridan boshlab yoki toki uni burroq boshlasak, bu Uyg'urlarningki psixikasiniki bu xil shaklda, burmunli shaklda yoki turli shaklda ularningki mumkinchiliklarininki to'silishi, Uyg'urlarningki normal psixik taraqqiyotiga yo'l qo'yilmasliklar, ularning turli shakllardagi benormal psixik omillar, masalan, ular qo'rqinchki, ulardagi xo'rinish tuyg'usiniki, g'ururlik dafsan bo'lishi, qatorliqlarningki Uyg'urlarning kollektiv psixikasiga keltirgan ta'siri intayin zo'r. Buni hatto o'zimizga his qilolmaymiz. Bir kollektiv bilan biz o'zimizni his qilolmaymiz. Biz faqat hozirda boshqa o'zimizning atrofdagi Uyg'urlarni bayqash orqali ularningki mush masalalar bilan yaqindagi 40-yilga qaratayotgan inkosga qarab turib, o'zimizningki psixikamizningki kollektiv psixikimizning bir g'uvosh sho'rlarini ko'ryapmizki, ammo hammasi ko'rmayapmiz. Uning ustiga bizning psixikamiz to'g'risida biror chakallikniki bo'laqmi, masalan, psixologiya ilmida yaxshi bir tadqiq ilib berishni ko'zlagan bir chakallikniki apag'il hech qanday tadqiqotni men ko'rmadim. Shuning uchun o'zimizni ko'rishda biz jiddiy bir nimaga uchqaymiz, qiyinchilik uchqaymiz. Bir millat o'zini bo'lishdi. Ya'ni boshqa bir millat bilsa taxim yaxshi bo'ladi. Chunki sirtdan qaraydi, xuddi shaxmatni tishida qarab turgan odam bek o'ynaganga o'xshash. Masalan, bir millat masalan, bizmi vatan tug'ildi, Qashqar sharoitida hozirgacha ba'zi narsalarni bilmagan bo'lsak, chet el chiqmagan bo'lsak, aşağı kunib yashaydi, dunyo mush o'xshaydi. Men mush o'xshayman, Uyg'ur mush o'xshaydi, bu bozor mush o'xshaydi deydi. Ammo bu yerda nima uchun bu ziyolilar bu jihatda izlanmadimi yoki izlanolmamdi zot. Bir millat o'zining psixikasini bilishda shu millatning o'zining ichidan chiqqan psixologlari bo'lamdi, bo'lmamdi? Psixolog bo'lish kerak. Bu to'g'risida psixologiya Uyg'urlarga intayin bir yangi ilm bo'ldi. Biz masalan oliy maktabda psixologiyani o'rgangandan keyin biz o'rgangan psixologiyalar intayin men o'rgangan ma'rif psixologiyasi edi. U intayin bir Xitoylarningki darsliklar tarjima qilingan bir intayin tuvan darajadagi darslik ekan, hozir o'ylab baxsam, hech qanday foydasi bo'lmagan. Undan keyin Uyg'urlar bir yeri ziyolilarimiz, bular ziyolilarga ko'proq savol qo'yman. Hech zaman Uyg'urlarningki hozirgidek ig'ir bir kunda qoldiganligini oldin tasavvur qilmagan. 80-yillarda Uyg'urlarningki ziyolilik yoki ilm muhiti bir qadar liberallashgan, Uyg'urlar o'ziningki kimligini, kollektiv kimligini izlashda eng bir jushqin bir davrga qadam qo'ygan deyish bo'ldi. Lekin ash vaqtning o'zida psixologiya to'g'risida izlanishimiz intayin bir zo'riyat his qilmagan biz. Ya'ni psixologiya biz uchun cho'ng bir zo'r bir ilm bo'ldi. Ikkinchisi psixologiya g'arbningki bir ilmi. 80-yildan ta hozirgacha g'arbningki psixologiya haqidagi ulug' buyuk bir utuqlari xuddi falsafaga o'xshash Uyg'urlar haqida tunishtirilmadi. Uyg'urlarda bir xil buni nisbatan bir xil nima qilish bor. Qabul qilmaslik bor.
Anadaki mesela Freud deymiz. Freud'daki nazariyadagi ko'p qismida jinsiyatniki insonniki hayotga qancha cho'ng ta'sir ko'rsatganligi to'g'risida cho'nqur o'ylanishlar, tajribalar va bunu yazgan nurg'un kitoblar bor. Bunun chiqish nuqtasi insonning ongsizlikdagi jinsiy qo'zg'alishlarniki insonning hayotiga bo'lgan ta'siri. Bu bizdagi islom kulturimizga ko'p bosib ketmaydi. Shuning uchun bo'lsa-mu biz psixologiyadagi ba'zi ideyalarni va ba'zilarni nisbatan biz uni nisbatan qabul qilmaslik va uni so'q muomala qilish yo'lini tutdik. Undan keyin buni men nurg'un faktorim bor. Chunki ayni vaqtda Freudniki kitoblarni tarjima, men o'zim bir kitobni tarjima qilib baqqan, men xitoycha uyg'ur tarjima qilib baqqan, men xalq nashrida ishlab turib shu kitobni nashr qilmagan. Demak, biz mening bu kitob tarjima qilgan kitobimni nashr qilinmasligining asosiy sababi bu bunda kitobga bozor bo'lmaydi deyilgan. Bu ikkinchi sabab. Ana uchinchi sabab, endi biz hozir qirg'inchilik uchrab, ro'y jihatdan qirg'inchilik uchrayotgan vaqtimizda anadagi psixologiyaning intayin muhimligini his qildik. Endi bundaq desak, Uyg'urlar hozir vatanda yerdan qurib qoldik, yerimizdan qurib qoldik, boyliqlarimizdan qurib qoldik. Bizniki urf-odatlarimizdan qurib qolyapmiz. Bizniki kulturimizdan qurib qolyapmiz, tilimizdan qurib qolyapmiz, iymonimizdan qurib qolyapmiz. Chunki yo'qotyapmiz-da hozir. Mana bu shunday vaqtning o'zida bizniki eng oxiri yo'qotmayotgan narsamiz bizning o'sha kallamiz. Uyg'urlarniki o'zini Uyg'ur deb his qiladigan hem kelgisinden özü Uygurluğun ifade eden hem saklayacağın narsa bizim kallımız. Onun bu kallımız tekrar Xitaylarınki 100 yıldak yani menini juyuş, Uygurlarını horlaş, korkutup başvuruş, birbirine paylaşlık sapıp başvuruş, türlü şekilde reklamlarla başvuruş, katarlıklardan mı yana menimiz yana aman kaldı. Bulatma kendi kök kısmımızdaki. Bu bizimki en ahirki, en mukaddes bir tüpürkümüz bizimki kallımız. Şunun için bu kallını kanda kılıp tutuş için biz psikolojiye müracaat kılmasak olmaydı. Bu benimki psikolojiye duruluşundaki en asas sebep, en ahirki fırantı. Bizimki Xitaylarla boğan hayat mamatlık mana şu uruş ki, ben psikolojiye uruşta katılmamış uruş ki, en ahirki bizimki cengahimiz bizim kallımız. Allah razı olsun. Muş sualını ben şu programının ahirde sorayım yani. Uygurlar ma'arif davatımız hazır. Her yerde ana til, ma'arif, dada til, her xil gaplar bilan biz nim qilyapmiz. Ammo zat Uyg'urning o'yg'itadigan, Uyg'urning qutqizadigan, zat bu Uyg'urning kesili ma'naviyatidimi, maddiyatidimi, zat qayerda deganni ma'rifning ichiga salolmayapmiz. Ya'ni bu psixologiyadek mushpallarga o'xshagandek bir masalani. Chunki ma'rifda o'qiganlar passiv hozir. Mening tushuncham bu, shaxsiy tushuncham. Masalan, birinchi dunyoda chet elda eng ko'p o'qiyotgan bolalar, din o'qiyotgan taliblar intayin ko'p. Undan qolsa ziyoli bolalar. Masalan, fanniy maktablarda o'qiyotganlar ko'p. Ammo Xitoyga qarshi uyg'onishda, Xitoyga qarshi harakatda, mujodilada ziyolilar va din o'qiganlarningki uyg'onishi biroz tuvan bo'layotdi hozir. Shuna bo'lganlik uchun bizning bu hozir tutib menayotgan ma'rifimiz bizni o'g'itolmayotgan o'xshama bo'ladi ziyolilar. Akademisyenlarning maydonga chiqishi, başlı degandek millatdagi nurg'un narsalarni oldin ko'ranmasligi va shu 2010-2014 voqealarini ko'ranmasligi, Afg'oniston voqeasini ko'ranmasligi, Suriya voqeasini ko'ranmasligi, nurg'un masala bor. Hozirmi Uyg'urlar chet elda jinna boqolmayotgan, u qilayotgan bu nurg'un mushkulotlar bor. Buni ko'ranmasligimiz, ko'ranmasak ko'ranmayli, naq kasalni ko'rib turib davoga, ilojga, ya'ni doriga bunu davolashga chiqmasligimiz mushtarablardan qarab turib ma'rifimizda masala bor o'xshaydi. Ma'rifimizda ba'zi narsalar kamtik o'xshaydi. Shuning uchun buningdan keyin ma'rifimizga psixologiya ilmini jiddiy taraqqiy qildirish kerakmi, kerak emasmi degan savolni men sizlarga tashlayman. Tashlashdan burun inshaalloh bu ekranning ostida biz naq maydon telefonni davatimiz. Telefon qilsanglar bo'ldi, savol so'rasanglar bo'ldi davatimiz. Bir qancha qarindoshimiz savol so'radi. Chunki bizning gapimiz nima? Telefon qildi, men telefonni olmadim. Chunki gapimiz nim qilolmay qoldi. Shuning uchun men hozir kelgan shu siz bizga fikr, taklif va yoki savollar kelib qolgan qarindoshlarimizninki savollarini telefon kelib qolsa, men gaplarini uzatiblam, yana telefonga murojaat qilamiz. Ve qarindoshlarning bundan keyingi bütün programmalarimizga naq maydonda telefon qila oladi. WhatsApp orqali telefon qilsin bo'ldi yoki ostida telefon nomerlarimiz chiqib turadi. Telefon qilsa bo'ladi. Biz naq maydonda inshaalloh bu qarindoshlarimizga javob beramiz. Bu
Muşu temaga münasebetli savollar bo'lib qolsa, biz javob beramiz inshaalloh. Xo'sh. Endi aslında bu felsefe, psixologiya ve Uyg'ur psixologiyasi degan mana shu 3 masala ustida biz bir temani ochiqlab, buning javobini chiqarmoqchi edik, ammo vaqtimiz nihoyat qisqab qoldi. Bu bek cho'ng masalalar yillarcha nim qilgan. Hozir qarindishimizdan bir telefon qilibdi naq maydonda. Men bu telefonni elib, bu qarindishimizningki so'zini anglab boqaman. Assalomu alaykum. Sizin telefonunuzni qabul qildik naq maydonda. Savolingiz yoki fikr taklifingiz bo'lsa so'rasangiz bo'ladi. Men shu diniy ilmni o'qitgan shu Qur'onninki bir ahli bo'laman. Xo'sh. Qur'on Karim jumladan meningki hayotimga mujassamlangan, ammo shu Qur'on Karimninki insonga fanniy nuqtadan shu qanday ta'sir bo'ldi? Masalan, qaysi nuqtadan deysiz? Psixik tarafdanmi yoki Qur'on umumiy jihatdanmi? Buni biroz ochiqroq so'rang. Shu Qur'on Karimning psixikiga qanday ta'sir bo'ldi yana shu fanniy nuqtadan aytganda? Qur'oni Karimninki inson psixikasiga tilovatimi, o'qilishimi, nimasi tabliğimi masalan, bunimi ochiq devasangiz, undan keyin doktor bunga javob beradi inshaalloh. Buning mayli o'qilish jihatdan bo'lsin va buningki umumiy jihatdan demoqchi siz. Umumiy jihatdan. Ya'ni Qur'oni Karim inson psixikasiga qanday ta'sir ko'rsatdi, buni fanniy tarafdan sharhlab bering deb savol so'rabdi qarindishimiz. Alloh rozi bo'lsin, telefonni taqotima qog'inni jonli yayindan anglab olsangiz bo'ldi. Rahmat savolga. Endi muqaddas kitobimiz Qur'on Karimninki psixologiya to'g'risidagi qarashlarni deb o'tib ketdim. Endi Qur'on Karimninki Uyg'urlarninki psixik hayotiga ko'rsatgan ta'siri tarixdan beri intayin zo'r bo'lib keldi. Buning asosiy sababining birisi, masalan, islom dini bir din bo'lish sifati bilan insonga yoki bir musulmonga dunyodagi bu dunyolik emas, balki u dunyolik haqidagi aniq bir nishonni belgilab berdi. Ana ularninki masalan hayotning ma'nosi to'g'risida, yaralishning ma'nosi to'g'risida, hayotning ma'nosi to'g'risida va o'limning ma'nosi to'g'risida aniq javoblar bilan ta'minlangan. Demak, insonninki mayli bu dunyoda bo'lsin, mayli o'lgandan keyin u dunyoda bo'lsin, mushu safarlarninki hammasida qarta Qur'on Karimda aniq bir ushur va uning ustidan bir belgi, uning ustidan yo'l ko'rsatish bor. Endi bu birinchisi. Ikkinchisi, islom dinida ümidsizlik bo'lmaydi. Bu psixologiyadagi hozirgi zamon psixologiyasi duch kelayotgan ham bir taraf qilinayotgan g'oyat zo'r bir masalasi, bir ümidsizlik masalasi, yoki bir yer shariga xarakterli ümidsizlik. Bu musulmon emas, g'ayrimusulmon hammasi Allohdan bir ish bu. Ammo islom dinida nazariya jihat elbette vaqtda hech qanday bir tushkunlik yoki bir ümidsizlik bo'lmasi kerak. Chunki bu yerda Allohning va'dasi bor. Shunday bo'lgan ekan, mayli bu dunyo bo'lsin, mayli qiyomat bo'lsin, mayli boshqa bo'lsin, hammasida Allohning bergan bir va'dasi, bir marhamati, bir yerda bir g'oyat zo'r bir mehr-muhabbat bor edi. Biz musulmonlar bo'lganda, bu jihat elbette biz o'zimizni har vaqt Alloh tarafidan agar Allohga to'g'rilab e'tiqod qilsak, o'zimiz uchun amallarimizni ko'rsatsak, bu jihat elbette vaqtda u islom dinida bizning tushkun bo'lishimiz, o'zimizni qilishimiz chiqamiz bo'laydi. Üçüncüsü, İslam dininin gayet zor bir ictimailikni ve cemaat talep kıldıran bir din. Mesela bizimki namazda ya başka cihetlerde birlik buluşumuz, mescitte namazı okuşumuz, başka şekilde birlik buluşumuz veya da bir dünyavi İslami bir cemaati var. Bunda bu şekilde bir kavakta İslam dinindeki Müslümanlar öz herkesin yalnız eskilmaydı. Yalnızlık hozirgi zamondagi cho'ng bir psixologik kasallik bu. Butun dunyoning kasallik bu. Bu jihatdan qaraganda islom dini aniq bir g'oyat psixik g'oyat zo'r bir roli bor. Endi to'rtinchisi, haqiqatan muhimi inson nafs nuqsi ilib qaraganda shaxsiyatchi kelamiz. Ya'ni biz har vaqt masalan islom dinininki ramzi ilib qaraganda shaytonning vasvasasida yashaymiz. Bu jihat elbette vaqtida islom dini bizga o'zimiz bilan kurash qilishninki aniq bir yo'lini ko'rsatib berdi. Bu jihat elbette vaqtida biz
o'zimizning shaxsiyatidan halqib, o'zimizning jamoatimizga bag'ishlayolamiz. Jamoatni texnik halqib, texnik cho'ngroq bo'lgan yer shari musulmonlarningki jamoatiga o'zimizni bag'ishlayolamiz. Bu jihatda albatta vaqtida shaxsiyatchilik degan falsafaningki meli psixologiyani bo'lsin, eng cho'ng temalardan birisi. Ammo islom dinida buni nisbatan aniq bir javob bor. Endi beshinchisi, bu texnik bu Uyg'urlar ko'proq tushidi bu. Uyg'urlarningki hozirda psixik jihatda o'zini tutib turishidagi g'oyat zo'r bir yo'li dal islom diniga intayin chin yepshish. Chunki bu bizningki hozir o'zimizni masalan ba'zi biz anlaymiz Uyg'urlarningki bir Allohdan bir o'zidan boshqa hech qanday do'sti yo'q deymiz. Shundaq bu intayin g'oyat zo'r bir g'ariblik bu. Bu jumla Uyg'urlarningki fikr hayotiningki intayin zo'r bir yordamsizlikni, yolg'izlikni, g'ariblikni ichib berdi bu jumla. Bu shunday jumlada Alloh bilan va Alloh e'tiqod qilgan Uyg'ur qarindoshlarimizdan bir g'oyibona bir bog'lanishni bo'lishning o'zi biz uchun psixik jihatda g'oyat zo'r rol o'ynaydi. Endi bu yerda bir misol keltirayki, islom dinida Abu Said al-Balg'i degan intayin buyuk bir psixolog chiqqan. Bu psixolog ro'y kasalliklar to'g'risida g'arbdan ilgari ro'y kasalliklar to'g'risida mufassal to'xtalgan. Buningki to'xtalgan nazariyalar ichidagi bir muhim nazariyasi dal shu ro'y kasalliklarningki Qur'onni yodlab berishi va Qur'onning qiroatini anglab berishi psixik kasallikni davolashdagi muhim rol ekanligini ta'kidlagan va buni o'zining tajribasidan o'tkazgan. Demak, mushkat ilbat qavaqidimi Uyg'urlarningki islom dinidagi Uyg'urlarningki psixikasi bo'lgan nemisi yordami va ta'siri ham intayin zo'r deb qarayman. Allah razı olsun. Nəhayət təfsili bununla cavab verilgan bo'ldi inşallah. Nurg'un qarindoshlarimiz inkaz orqali savol tashlabdi. Bek savollar ko'p bo'lganligi uchun hamma deb bo'g'ilmaydan vaqtni 1 soatda hozir 1 soat 10 minutni ishibdi. Bo'z qarindoshlar shu telefonga naq maydonga telefon qilsanglar, ovozingni anglab turib, bo'z surtingni ko'rib turib javob bersak ham yaxshi. Shunga telefonimiz ochiq. Telefonning nomeri ostida chiqyapti. Naq maydondan telefon qilsanglar bo'ladi, savolingiz bo'lsa. Bir qarindoshimiz yozibdi. İslam faylasuflarınınki yoki Uyg'ur faylasuflarınınki felsefaviy va yoki fikri mafkurlarga varislik qilishda ziyolilar varislik qilinmagan emas, dindorlik to'sqinlik qilgan deb yozibdi bir hemşirimiz. Bunun qanday qaraysiz? Menimcha ayni zamondagi tarixda. Endi masalan bu davrni aniqlaydilar albatta. Masalan Appa Xo'ja davri kelgan vaqtda albatta Uyg'urlardagi bir qarang'ulik davri bu. Bu yerda ilm, ma'rifat degan asosan o'lgan davr bu. Asosan o'ldi desam. Men so'zingizni kesibda yana bir telefon kelib qoldi. Bu telefonni ilib turib undan keyin. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu telefon ovozi chiqmay qoldi. So'zingizni davomlashtiring. Telefon qilgan qarindoshlar bo'lsa, telefoninglarni yaxshiroq o'ngshab, undan keyin telefon qilsang. Xo'sh. Bu davrni surishish kerak-da. Endi masalan, Appa Xo'ja davri, ya'ni Sopizmning davri kelgan vaqtida asosan bu Yusuf Asojid bilan Ibn Sina va Farabilarning ideyalari asosan kelishmaydi. Chunki Yusuf Asojid va Farabi, Ibn Sina'ning hammasi hayotni hattoki dinni tafakkur orqali tushunishni o'tirib qo'yibdi. Ya'ni buning asos degani aql orqali o'zingni, dunyoni va Allohni tonu degan. Chunki Allohning aqlni yaratish maqsadi o'zini tunish, dunyoni o'zi yaratgan tabiatni tunish va aqlniki yaratishda ma'lum bir sabab bor. Uning sababi mana shu Allohning tabiat hikmatini tunish orqali Allohning ulug'lik hamda sana aytish va insonningki yaratishdagi va aqldagi kamolat orqali Allohningki dunyoni yaratishdagi mo'jizlarga qoyillash. Bu shunday bir maqsaddan keldi-da. Ammo bu yerdagi chekdan oshgan diniy kontrollik insonning fikr qilishini to'sgan. Demak, bu yerdagi mana bir masala bor. Aba yana jiqib ketdi. Agar har qanday shakldagi jamiyatda islom chekdan oshgan diniy kontrollik yo'q-ki. Masalan, islomda Allohning zotiga qadar, masalan, aqlning chegarasining ustiga kelgandan tortib islom tafakkurini to'sadi. Masalan, Allohning qo'lidan uning uchun ma so'zni cho'qim aniq biroz tushuncha basli, chunki boshqalar xato tushunib qolamiz.
Ama iki narsani ayırtaylik biz. Birisi İslam dinininki o'ylash haqidagi, tafakkur haqidagi qarshi, ikkinchisi bu musulmonlarninki o'ylashga qancha darajada yo'l qo'yish masalasi. Endi men boya deyotganim islom dinida bu haqda hech qanday bir nima yo'q. Hech qanday bir bu jihatda bir to'sqinlik yo'q. Albatta, abay deganimdek aql o'zining chekini bilish kerak. Aql o'zining chekini bilmaydi ekan, bu vaqtda aql ozg'ishidi. Gunoh o'tkazadi. Ammo bu yerda olganda islom dini bir narsani ochiq qilib o'tdi. Islom dini tafakkur qilishda aqldan ustun holatga o'tgandan tortibla buning chegarasi shu yerda to'xtaydi. Islomda to'xtash kerak. U yerda to'xtash kerak. Ammo psixologiya va falsafa buning qanday qaraydi? Misha to'xtash kerak demdi yoki to'xtamay bu aqlning ustiga chiqqandan keyin tafakkur qilaverdi demdi. Ular men degandek psixologiya bilan bu falsafa ikkisi bu sekular ilmlar. Bularningki dindan hech bir aloqasi yo'q. Endi din falsafasi, din psixologiyasi degan nimalar tarmoq bir ilmlar, bular endi dinni tadqiq qiladi. Ammo odatdagi umumiy falsafa yoki umumiy psixologiyaniki dindan hech qanday nimasi yo'q. Ular din to'g'risida so'zlasimi, ko'psin so'zlamaydi. Ammo so'zlab qolsa, ular diniy ahkomlar bilan diniy qoida va diniy ortodoksal qarashlarga hech qanday aloqasi yo'q. Uni pisand qilmaydi bunga. Endi bu yerdagi deganimizda, ammo Kantek bu da faylasuflarninki aqlning chekini abay deganimdek bildigan yeri bor. Bu bizga to'g'ri keladi, xristianlarga ham to'g'ri keladi. Xristianlarninki bu ilohiyat shunaqa islom buni deydi. Islom tafakkur qil deydi, ammo ma'lum chekka kelgandan keyin to'xtaysa deydi. Masalan, Allohni tafakkur qilishda Allohni kech kunduz tafakkur qil deydi. Allazina yazkurunalloha qiyaman va qu'udan va ala junubihim. Ular Allohni zikr qilib, tafakkur qiladi. Yotgan vaqtida, o'tgan vaqtida, tug'an vaqtida her zaman Allah'ını tefekkür kılıyordu ama Allah'ın zatıga kelganda, yani aqldan oshgan bir tasavvur var. Yani Allah'ın zatını Allah mahfi kıldı bu dünyada. Mahfi kılganlık için aqlning bunun gücü yetmeydi. Mesela Allah'ın kolu var deydi, Allah'ın yüzü var deydi. Ama Allah'ın kolu qandaq kol, Allah'ın yüzü qandaq yüz, Allah'ın zatı qandaq zat, Allah nerede diyendek meselelerde bir yerde to'xta deydi. Onun için İslam'da chekdan oshgan to'sqinlik deydigan bir narsa mavjud emas. Uning uchun bu so'zni tuzitib so'zlasizlar taqdim mumkin. Mening da'vatqanim, ammo islom yoki musulmonlarda, musulmonlar islom dini musulmonlar desak to'g'ri bo'ldi. Deydi. Agar shu aqlninki shu chekdan iliq, ya'ni vaqt va zamondan bu bizniki ma'laqi asosiy o'lchimiz bo'lsin-da bu. Agar aql vaqt va zamondan halqagan zotni yoki mavjudotni tushunmoqchi bo'ladi ekan, bu eng aqlsi aqlninki eng aqlsi mag'lub bo'lishda aqlshiz deb qaraydi. Masalan, buni o'zimizdan nima deb qarasa, ammo ba'zi ahvollarda erkin tafakkur qilishda, hatto bu darajaga bormasmi tafakkur? Ba'zi tafakkurlar bunga bormaydi. Ba'zi tafakkur faqat ma'noda to'xtab qoladi. Ammo bunga ham yo'l qo'yilmay qolsa, bu vaqtda ideya mustabidlik kelib chiqadi. Shunaqa. Ma aniq deyman-da men buni. Shunaqa. Naq ideya mustabidligining o'zini Qur'oni Karimda inna hadaynahu sabila imma shakira va imma kafura. Biz insonga to'g'ri bir yo'lni ko'rsatib qo'ydik. Ammo xohlasang qaysi ideyada bo'lsang bo'ladi deb oyat bor. Qaysi ideyada? Buning uchun islomdami ideya mustabidligi mavjud emas. Ya'ni islomda bir inson shayton bo'la oladi. Shayton bo'lish huquqi bor. Kafir bo'lish huquqi bor. Murtad bo'lish huquqi bor. Nim bo'lish huquqi bor islomda-chi. Uning uchun ideyani islom hech bir zaman cheklamaydi. Xo'sh. Davom qilsizlar. Yo'q, endi g'arb bilan bu sharqniki asosliq shu taraqqiyotdagi oldi orqa bo'lishda, ya'ni g'arbniki oldi ketishda, sharqniki jumladan islom allarininki orqada qilishda endi bir eng chong bir narsa erkin tafakkurninki bo'libmi aql avo ilaqi chiqmagan boshqa erkin tafakkurninki to'liq yo'l qo'yilmas. Masalan, Uyg'ur jamiyatida 2006 va 2007 to'liq yo'l qo'yilmasligini aytib güzel bir gap. Kerak emasmi degan savolni yana qaytadan munozir qilishning o'zilla to'g'ri, bu intan nozik masala. Ammo men shu qatorli munozirani qayta deganimda bu falsafaniki diniga yetmaydigan nurg'un yerlar bor. Masalan, axloq deganda bizningki g'arb falsafasiningki g'arb masalani ko'proq inson aqli orqali
axloqiy hayotning qanday bo'lganligi to'g'risida texnik cho'nqur va texnik ilgirligi oldi izlanilmasa biz hamon bir izda to'xtab qolamiz. Meni da'vatim bu. Buning hammasidan qo'rqib ketishning hojati yo'q asli. Nurg'un ilmlar bor, o'ylaydigan. Psixologiya shuni ishtiga birse, falsafa shuni ishtiga birse, yana uning boshqa nurg'unlar mesela tabiiy fanlar bor. Bu tabiiy fanlar dal mana shu Allohninki tabiatni yaratgandagi bütün karametlerini tushunishga bir usul bu. Bir usul bu. O herkesmi biz bilimizki nurg'unlagan mayli islomiy ulamolar, olimlar bo'lsin, hattoki xristianlar bo'lsin, ya boshqalar bo'lsin, hammasi tabiat orqali Allohning birligiga va Allohning karomatiga qoyil bo'ldi. Bu yerda bir aqliy bir qurilma bor. İnsanning aqldan halqib ketgan bir aqliy bir qurilma tabiat dunyosida. Ajoyib bir ustunlik bilan, ajoyib bir aniqlik bilan yaratilgan bir dünya bu. Bunun bir santa yoki uyan yoki buyan bo'lib ketgan g'oyat zo'r ta'siri bo'ldi. Mushunda bir dunyoniki mushuna bir muvozanatda supuradigan bir kuch bo'lmasa, buni boshqaga tushunib bo'lmaydi. Bu aniq narsa. Bunlar aniq narsa. Qerindishimizning o'ttirib qo'ygan masalan shu faylasuflarningki fikriga varislik qilolmaslik, ziyolilarning varislik qilolmaslik emas, dindorlar to'sqan degan savolga shuna deb javob beramizki, buni shu vaqtdagi musulmonlar o'zininki shu ilmi bilan hatta bo'lammi keyin 18-yüzyıl kelgan vaqtida, Appoq Xo'ja davri kelgan vaqtida shu millatning o'zi, shu musulmonning o'zi buning to'sqinlik qilgan yoki yo'q qilgan, ko'ydirgan, yo'qotgan, hatta shu musulmonning o'zi varislik qilolmagan buning, ammo buning islom bilan hech aloqasi yo'q. Chunki islom taraqqiy qildirdi. Masalan, Qur'oni Karimda insonni eng ko'p tafakkur qilishga chaqirgan kitoblarning birisi Qur'oni Karim. Yüzlerce ayet var insan taakkülün, akıl işletmemişler. Yani İslam dininde en çok nimet, insanın bilgen nimet akıl. Akılın üstü gittiğin bir nesi yok. Onun için aç qerindishimizga bu şekilde nim qilayli. Ben bir qancha qerindashlar telefon qilyapti ama ovoz chiqmayapti. Men telefonni oldim. Ovozingiz chiqdi, endi so'zlasangiz bo'ldi. Savolingizni so'rasangiz bo'ldi. To'g'ri bilan sal oldi kelib qolgan so'rab to'shmoqdi. Şöyle sormak çok az sualım. Alda selam verirken Assalamu Aleyküm. Uygurlardan mevcut bulup duralımda diyen imkan var mı sözü sohbanızı? Alo. Aslında şu Uygurlarning mevcut bulup duralımda diyen temin batı, kimlikimizlik saqlanayotgan meseleler batı ama bu vaqt bek jiddiyken onun için hazır fakat psixik to'g'risida cho'ng temini asas qildik. Kelar qatimliq programmada inshaalloh. Uning o'timi siz savolingizni qisqartib so'rasangiz bo'ldi. Sormak çok az sualım. Şu Uygurlar mevcut bulup duralımda diyen doğruluk mesela bazen ziyalilerimiz mesela cemaatçilikmiş şu WhatsApp'da torlarda cemaat şu bu da bundan daha da minat demek oğlum ben kollaydığım göz karşımız ama bir şey desem haqiqiy mana fizikalik bir jamiyat bo'lib turish Uyg'urlarni da saqlab qolish uchun deb o'ylayman. Mushuni olmasam dunyoning har joylarida har xil chichilib yotgan har xil ziyolilarni har xil yo bo'lmasa odatiy fuqaro Uyg'urlarni ko'ryapmiz. Shularni oshida yurib yana saqlab qolishi va ko'zingiz yetamdi demoqchiman. İşte ya bo'lmasa resmi bir yer kelmada resmi vatandagidek mada yashash muhimmi yo bo'lmasa birsimiz u yerda birsimiz bu yerda shunda Allah razı olsun. Sizinki sualınızı ben tushundim. Doktorga men bayon qilaman inshaalloh savolingizni tushundim. Allah rahmat qilsin. Unda siz yayından naq maydondan javobini olsangiz bo'ldi. Allah razı olsun telefon qilganingiz uchun rahmat. Yani dastlab qadamda qarindoshlarimiz biroz chekinib xijilolab so'rayapmadi ama hozir bugun ikki qarindishimiz telefon qilgan bo'ldi. Bundan keyin yana qarindoshlarimiz chekinmay telefon qilsa bo'ladi inshaalloh. Qarindishimiz deydi Uyg'urlar fizik jihatdan chet elda bir yer kelib yashash ehtimoli bormi degan savol emas aslında. Fizik jihatdan bir yerga kelmagan Uyg'urlar mavjudligini saqlab qola olamdi yoki shu turayotgan yerdagi davlatlardagi hukumat tarafidan yoki shu yerdagi millatlar tarafidan assimilyatsiya bo'lib yo'qolib ketamdi degan savol keladi. Bu fizik jihatdagi masalaga javob beramiz. Uyg'urlarningki fiziklik nuqtadan yoki mana shu jug'rofiylik nuqtai ilib qarashda Uyg'urlar dunyoning hammasiga tarqalib ketdi. Bizniki siyosiy krizis
bizni dunyoning hamma yeriga chechilib ketishga, hamma yerga hijrat qilishga, ya'ni beshimizni ilib, nerede bizga bir hayot qoldigan yer bo'lsa, shu yerda qat qilishga majbur bo'ldik. Bu bizniki chechib yashashimiz, bizniki kontrolligimizdan olib ketgan ish. Ammo chechilib ketgandan keyin qanday qilgan vaqtda uyg'urlikni saqlab qolgan bo'ladi degan bir masala, cho'ng bir qiziq masala. Endi logik nuqtai aytgan vaqtida birga yashab turib yo'qolib ketsak, yo'qolib ketavermaymiz. Chechilib ketsakmi saqlab qolishimiz mumkin. Endi bu yerdagi bizning hozir ahvolimizga kelsak, chechilib ketib turib saqlanib qolishga asosiy bir narsa, unda 3 narsaga bog'liq bo'ladi. Birinchisi, bu yana kimlikning asosiy bir qurilmadir bu. Birinchisi biologik kimlik. Ya'ni biz Uyg'urlar tug'ildik. Bizniki bütün shu dokumentlarimizning hammasida pasportimiz bo'lsin, kimligimiz, yanimizimiz bo'lsin, chet elliklarnikida asosan Uyg'ur deb yoziladi. Vatanliklarimiz shunday. Uyg'ur deb. Demak bu biz tug'ilishimiz ota-onamiz Uyg'urlar tug'ildik. Biz qadimdan tortib Uyg'urdan atalgan mushundaq bir xalqningki farzandlari. Bu biologik jihatdan. İkincisi ijtimoiy jihatdan aytgan vaqtda biz o'zimizni Uyg'ur deb tug'ilamiz. Shundaqla bizni boshqalarmi, boshqa Uyg'urlarmi va Uyg'ur bo'lmagan boshqalarmi bizni Uyg'ur deb tug'iladi. Demak bu yer o'zaro bir aloqa. Bularning bizni Uyg'ur deb tug'ilishning bir ijtimoiy bir asosi bor. Endi uchinchi kimlik bu psixik kimlik. Ya'ni bu yerda biz o'zimizni Uyg'ur deb o'ylaymiz. Endi hozirgi krizis, hozir eng cho'ng masala biologik kimlik emas. Ya'ni biz Uyg'urlar tug'ildik. Bu birinchi qadam tutdi. Ikkinchi qadam ijtimoiy kimlikda biz boshqalarga, hatto Turkiyada yashayotgan bo'lsa-mu, bizni Uyg'ur turklar deb tunishtirmaydiki, yoki boshqa shakl tunmaydi. Demak biz yana Uyg'ur Turkiyada bo'lsak-mu, yoki g'arb davlatida biz texidimi Uyg'ur yoki musulmon Uyg'urlar deb qaralamiz g'arbda. Demak bu bo'ladi. Ammo eng hozir chataq chiqayotgan ish uchinchisi bizningki psixik kimligimiz. Ya'ni biz o'zimizni zodi Uyg'ur deb tunamiz. Yoki o'zimizningki Uyg'urligimizni haqiqiy qalbimizdan qilib, mush orqali kelgusida Uyg'urlab yashash uchun biz tirishamiz qilamiz. Endi Uyg'urlarningki kelgusida mavjudlab turishiga nurg'un buning sabablari, omillari nurg'un. Buni men hamma deb o'tiramayman, ammo eng muhimi Uyg'ur bo'lib yashash yoki Uyg'ur bo'lib saqlanib qolish zodi arzimdi, arzimaydi. Buni har bir Uyg'ur o'zi o'ylash kerak. Men zodi nima uchun Uyg'urlar, mening bolalarimni nima uchun men Uyg'urlar tarbiyalashim, uning bolalari nima uchun Uyg'urlar tarbiyalanishi ham qatorliqlar bo'lish kerak. Zodi Uyg'urlikning saqlab qolishligi bormi, yo'qmi? Bu aniqlash kerak. U men bu yerda 5 soat birini so'zlagan bilan yoki u bu yerda o'qib olganlik bilan bu Uyg'urlikningki haqiqiy vaznini tushungili, ham uni his qilgili, ham uni kelgisa, uning uchun badal to'lagili. Hatto hayotidan kechga ashuna bir olib apag'ili bo'lmaydi. Bu qalbning kelish kerak. Shu narsa urug'tilish kerak. Bizningki siyosatimiz tarafidan, ziyolilar tarafidan, diniy olimlarimiz tarafidan va ota-onalarimiz tarafidan, aka va inlarimiz tarafidan mujda bir o'rtaq bütün yer şaribi mas qadamlashtirilgan shunday bir Uyg'urlik o'tirg'i chiqish kerak. Agar bunda bo'lmaydi ekan, bunda bir kimlikni saqlab qolishga hech qanday zaruriyat qolmaydi. Biz o'zimiz ega chiqmaydi ekanmiz, boshqa ega chiqmaydi. Eng echilish chiqmasa, Uyg'ur tilining saqlanib qolish deymiz. Hozir ziyolilar ko'plab ziyolilar bu to'xtaladi. Chet elda Uyg'ur tilini saqlab qolmasligimizga banoyimiz bormi? Yo'q. Bu yerda Xitoy bizni Uyg'ur tilini so'zlatmayapti? Yo'q. Kim so'zlatmaydi? O'zimiz so'zlatmaymiz. Uyg'ur tilimizni kim yo'qotamiz? O'zimiz yo'qotamiz. Uyg'urlikni yo'qotsaqmi, dal mana shunday bo'ldi. Bu chet elda Xitoyda yo'qotmadi-da. Agar Uyg'urlik yo'qotsak, o'zimiz yo'qotamiz. Bu Uyg'urlik degan bir abstrakt bir hukm, abstrakt bir hissiyot bu. Agar biz unga sahib chiqmasak, Uyg'urlik yo'qaydi. Uyg'urlik o'ziga mavjudlab turolmaydi. Uyg'urlik bizdan mavjudlab turadi. Biz Uyg'urlikdan mavjudlab tura olamiz. Bu mana bir-biriga kirishib ketgan dialektik munosabatga ega ikki omil bu. Amaliyat bir omil, lekin bu bir tangadan ikki yuzi bu. Shuning uchun har bir inson yuragini tutib turib, men zot Uyg'ur bo'lash uchun o'zimni ot-yolimdan deyish kerak. Shu hissiyotni tirishlash kerak. Kelgusida 5 yil keladigan ne qarkunlar bor. Kelgusida 5 yil keladigan ne xirislar bor. Mushaning hammasida Uyg'urlik degan. Nima uchun saqlab qolamiz? Men uchun Uyg'urlik degan ota-bobomdan qolgan, necha avlod qolgan bir buyuk, bir muqaddas bir millat. Allah meni Uyg'ur deb yaratdi. Buning cho'qim bir hikmat bor. Men shuning uchun bu millat bu nomga shahid sahib chiqaman. Buning uchun men hayotimni shuni berishdaman. Mening siyosiy faoliyatlarim, ilmiy faoliyatlarim hammasi mana shu oddiy, lekin intayin muqaddas, shunda bir nishonga, shunda bir vazifaga berishlangan. Buni har bir Uyg'ur o'zidan so'rash kerak. Agar buni so'rayolmasak, boshqa millatlar kelsak bo'ladi. Chunki psixik kimlik degan bizning o'zimizdan bo'lgan kimlik bu. Agar biz qabul qilsak bo'ladigan, qabul qilmasak, belayvergan ish bu. Unda bo'lmasa boshqa yo'llarni tanlasa bo'ladi Uyg'urlar.
Allah razı Ama olsun. Uyghur bo'lib degan odam cho'qim buning uchun cho'qim o'ylanib bo'lgandan keyin bunga qaror berish kerak. Allah razı Bu olsun. har bir oldidagi muqaddas bir qaror beradigan ish bu. Allah razı olsun. Bizden aslında bu bek çoğun bir temalar, bu temalar için günlerce, aylarca, hatta yıllarca sohbetleşik doğru keldi. Onun için bu işkiranını qo'llanayotimiz qarindoshlar, ama boshqa qarindoshlarning fikrim bo'ldikan bek uzun ba'zida bo'lib qoladi. Ama tema bek cho'ng, so'zlaydigan narsa bek ko'p. Olimlarningki qo'sqidagi ilmni, doktorlarimizning qo'sqidagi ilmni elish uzun vaqt ketadi. Onun için buguncha biz mishada to'xtatsak bu temani inşallah kelar qatimliq programmamızda Uyg'urlar kimligimizni saqlanayotgan masalalarga kelsak, masalan Uyg'urlar kimligimizda, psixikimizda qanday buzuqliklar yuz berdi, kimlarning mijozi buzilib ketdi, kimlar stress, ochig'imon bo'lib ketdik, urushqa bo'lib ketdik, nima bo'lib ketdik deganlarni uni bir so'zlasak, undan keyin Uyg'urlar zot bundan keyin bu siyosiy va ijtimoiy va shaxsiyat tarafdan Uyg'urlar maddi manevi tarafdan o'zining kimligini qo'g'dab qola olamiz degandek masalalarni inshaalloh yana ilerleyen zamanda aldığımız vaqtlarda yana buni paranlatsak deyman. Allah razı olsun. En ahir kısmındaki sözler olsa şunu ağandan keyin men nimeni programmani taqay deyman. En ahir sözlerini alayım. Mening so'zim endi ko'pchilikningki diqqatiga ko'p rahmat. Bugun biz asli oddiy temadan boshlaymiz. Yomon cho'ng dunyoviy temalarga ham tarixdan beri bir qismlar hal bo'lmagan temalarga bilan tutishdik. Endi buni bilan biz bunidagi davomli mushunda so'zlaymiz degandek emas. Ba'zi chog'da biz ma'lum jihat ilib aytgan kemaning o'zi bizni boshlab qo'ydigan ishlar bo'ladi. Garchi biz ba'zi kemani boshlasak, ba'zi kema bizni boshladi. Bugun kema bizni boshladi. Ama kelgüsü biz amal bak özümüzdeki Uygur reallık'a bağlangan psikolojik meseleler işte de. Bugün başlanış bo'lganlik uchun men biraz o'shiqcha nim qildim, chunki men bu felsefaningki tushunchisini bilavasında felsefe kirib qo'ydik biraz. Psixologiyaning tushunchisini bilavasında kirib qo'ydik. Biz asosliq masalaga kirmadik. Ya'ni nimaning so'zining beshida. Agar bunda boshlanmasa programma bu psixik to'g'riliq paranglashadi, bu psixiga nimeydi o? Bu psixik degan bir yeydigan nammidi yoki kiydigan shapka do'ppimidi deb qoladi. Undaq deb qoldiganlarmi bor? Chunki psixologiya ilmi bilan biz nihoyatda keyin tanishdik. Hatto hozir ma'rifimizda yo'q-ki. Bizning ma'rifimizda psixologiya ilmi, ya'ni chet el ma'rifida. Bizning hozir Yevropada nurg'un davlatlarda Uyg'urlar balo o'qityapmiz. Turkiyada balo o'qityapmiz. Psixologiya ilmi bormi? Yo'q. Hatta muallimler mi çıkıp düşünmeyi. Onun için felsefe ve psikolojiye cihette biraz baldo kirdik. Vaktimiz köprek şuna gidip kaldı. Bunun keyinki vaktlarda biz asaslık meslek kirimiz. Kurtuluş, uygunuş, nemiş kılımız, yani kelgüsümüz karayımız. Bunun için inşallah Allah razı olsun köp vaktlerini hep koydum. Arkadaşlarının vaktini hep koyduk. Bugünkü programımız müşahede yapılırsa. Hemen Allah'a tapşırdık. Yani bir katılma programımızda görüşeşikçe. Aman bolunla. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.